Chunki men hali tuzur tanish bo'lmagan taqdirimda ham baribir ekstrasentlik qobiliyatimiz jinday bo'lsa ham bor kasbimizga monand. O'shaning uchun men уже his qilyapman, yaxshi narsa chiqadi. Kliplarga chaqirmayapti. Men ham katta bo'lsam o'g'lim mana shunaqa masxarabozlar bo'lishni xohlamasman. Diya to'ldirilgan qozonga tushib ketganman yoshligimda. 50 mingdan oshgan zang chiqishni boshlaydi. Lekin unda ham topda bo'lsangiz-da, o'zimiz yumorist bo'lganimiz uchun odamning yuzidagi obrazga qarab turib nima o'ylashini har holda oddiy odamga nisbatan yaxshiroq fikrlaymiz. Assalomu alaykum aziz do'stlar, bizning kuzatuvchilarimiz. Bugun bizda ilk podkast va bizning aziz mehmonimiz Ajomays akamiz, ya'ni Asadbek akamiz bo'lishadi. Xush kelibsiz aka. Assalomu alaykum, xushvaqt bo'linglar. Salomat bo'linglar. Xudo xolasa, siz ham gapingiz bormi yo'q? Sizdan keyin. Bo'ldi. Xudo xolasa bugungi savollarga qanaqa bo'lishidan qat'iy nazar oilaviy, shaxsiy, любой savollarga to'g'ri, hech qanaqa yolg'onsiz biz bilganlar xarakterimiz bo'ladi. Yashirmay bosiladi. Omadlaringni bersin. Avvalambor rahmat aytamiz kattakon, yo'q demasdan kelib berganingiz uchun. Rahmat. Xudo xolasa sizlar uchun yaxshigina kontent tayyorlaganmiz. Professional jamoa bilan, professional joyda, professional kamerali ishlayapti. Albatta, kelgan mehmonimiz ham oddiyroq inson emas. Shunaqa bo'lsin. Shunaqa bo'lsin. Xudo xolasa sizlar qiziqtirgan, o'ylab yurgan savollar hammasiga javob olamiz, munosabatlar eshitamiz. Maza qilib ko'radigan kontent bo'ladigan bittamiz. Ma'lumot o'rnida hech kimga ochilmagan sirlari, hech kimga aytilmagan gaplar bugun aytilish ehtimoli juda ham yuqori, chunki bugun men o'zimni juda katta tayyorgarlik bilan siz chaqirganingizdan kelganman. Что xalq ko'p bo'lmasa ham nechtadir shu obunachilarim men haqimda ko'p narsani yashiriladigan narsalarni bilish kerak deb hisoblayman. Shuning uchun xudo xolasa bugun hamma narsa ro'y-rost, ochiq oydin, shaffof bo'lib o'tadi ham bittaman. Omadimiz bersin ikkovimizga ham, uchovimizga ham. Boshladik bo'lmasa. Xo'p. Kayfiyatlaringiz qanaqa aka? Kayfiyat har doim yaxshi. bizda bir xil yuradi xudo xolasa. Hozir har doim videolarni ko'ramiz. Kayfiyat bomba yurasiz aka. Men hozir ham ko'rdim. Kayfiyat videoda ham kamerani orqasi bilan oldi bir xil. Bir xil xudo xolasa, bir xil. Hop, aka studiyaga kelguncha kuningiz qanday o'tdi bugun? Hozir Qo'qonga kelgunchami? Ha, studiyaga kelguncha. Buguncha, ha. Bugungi kun tartibim. Kunimiz qanday bo'ldi? Toshkentdami, bizlarga musobaqaga Ha, bordik. musobaqaga bordik, xudo xolasa. Ma'lumot o'rnida aytib o'tib ketish kerak. Biz shu eshak ish, ya'ni baydarka kanoe sport turida trenerlik qilamiz. O'sha jamoamizdagilar bilasizlar, shu Islom Parkaur, Max aka, Instagramnikilar. Shular bilan trenerimiz. Yaxshi natijalar, zo'r musobaqalarni o'tkazib, yaxshi o'rinlar olib keldik. Kecha yarim kechasi keldik, ertalab bugungi kun tartibimiz endi kecha yarim kechasi kelganimizda hisobiga kechroq turdik. 8 larda turdik ishkili. Turdik, boriladigan joylar bor edi, mashinaga gaz quydik, maslashtirdik, $100 pulimiz ketdi. Undan keyin reklama olinadigan joylar bor edi, o'shalarni hal qildik. Ikkita reklama oldik. Undan keyin podkast vaqtimizgacha maksimal deb o'shashga harakat qilib, mana bugun ko'rishib turibsizlar bilan. Kunimiz zo'r o'tdi. Bu yerda shashlik yedik esli-shu. Bu ikkita yedi. 3 ta yedi bu. Kattaroq yedi-da bu. Shunaqa bo'ldi. Siz g'alabatangansiz. Ha. Podkastdan olib beraman. Bo'ldi, ikkitamiz oshxona bor ekan. Ha. Xo'p, ish faoliyatiga o'tsak aka. Aha. Birinchi olgan videongizni eslay olasizmi? Albatta, O'sha haqida gapirasiz. Birinchi olgan videoyim o'sha Islom Parkaur do'stim bilan bo'lgan. O'sha uni yo'nalishida bo'lgan. Blogerlikda men hali yo'nalishimni qanaqaligini bilmasdim. Buni yo'nalishida bo'lgan. O'sha uni taniganlar biladi, Islom Parkaurda o'sha akrobatika, ya'ni tryukmen. Challenge'larni qilib, shunaqa duetlarni qilib yuradigan blogerimiz. O'sha bilan olingan. Kinoga qanday tushgan bo'lsam, o'shanaqa mas'uliyat bilan desam ham bo'laveradi. Shunaqa darajada bo'lgan. Montaj bitguncha bir 20 minut semichgan chaqib tugatib o'rganman. Tezroq bitsa ko'rsam qanaqa chiqar ekan degan planda. Shu bo'yi bo'lgan, o'sha birinchi videomizda o'zi baribir yaxshi face bor odam bilan olganim uchun yaxshi ketgan. O'shani o'zi katta motivatsiya bo'lib, keyingi videolarga sabab bo'lgan. Shuning uchun yaxshi face bor odam bilan video olyapsiz. Bilmaysan. Haligi videolaring aka mana shundan sal toshishgan. O'sha birinchi videomiz bo'lganda. Parodiyaga qanaqa kirib qo'ygan? Parodiya hech kim nechalik qisib qo'ydi, yangi oldim 50 mingga. Nima? Parodiyaga o'zi hayotda parodiya qilib yurganmiz shu yoshligimizda. O'sha maktabda ham maktabda nimaga chiqib, doskaga chiqib bolalarni kuldirib, shunaqa narsalar bo'lganda, o'zi qonimizda bor bizda. Yumoristlik qonimizda bor. Dadam bilan 5 minut gaplashsangiz, chagingizga kimdir yetish kerak. Shunaqa darajada gapga usta inson.
Shu qondan qonga o'tgan, Xudo yuqtirgan. Xudoga shukr, mana shu bola tirikchilik qilsin deb shunaqa qobiliyat deb hisoblasa agar, shunaqa narsa bergan. Shu keyin yo'nalish topolmasdan bitta ikkita shu yumor videolarni olganmiz, o'xshasa o'xshamasa. Hozirgi paytda oson bo'lib qoldi-da blogerlik-chi. Misol uchun bir oyda 10 mingta odamni yig'ib qo'yyapti-da bolalar hozir. Bizning paytimizda unaqa bo'lmagan. 10 ming bo'lgunimizcha biz juda ko'p videolar qo'yib tashlaganmiz. Bo'lsa. Shunaqa qilib yumorlar o'xshab qolgan. Endi hayotda yumorismisiz chiqib turib yerda sportsmenlik qilishingiz keragi yo'q. Sportsmenmisiz chiqib turib yerda ashulatishingiz keragi yo'q. O'sha hayotda qanaqa bo'lsangiz, o'shani olib chiqsangiz baribir ko'tarilish osonroq bo'ladi deb o'ylayman. O'shaning uchun shunaqa sohaga kirib qolganmiz. No, yaxshi, Xudoga shukr, yomon emas rezultatlar. Qolganlarni endi davomida ochamiz. Da, Xudo xolasa. Bir boshdan. Reklama emasam, aytsam bo'ladi. Aytmaychi bo'ling. Bo'lmasa turib kattaga tashlab yuboring deb pichib. Savolni boshlayvering, og'a. Hop, bo'lmasa hozirgi kunda hayotingizdagi eng asosiy, eng muhim 3 ta narsa nima? Qanaqa sohada misol, nima? Misol uchun, o'sha hayotingizda, misol uchun, biznes yo'nalishingiz bor, narsa bor, boshqa ishlar bor, qarindoshlar, do'st muomala aloqalari bor. O'shandagi asosiy narsalar nima? Misol uchun 3 tasi siz uchun hozir birinchi o'rinda turgan shu vaqt. Birinchi o'rinda turgan, shu boshida ham aytdim, menda anaqa yolg'on yaxshi bo'lmaydi. Shuning ichimda borini gapiravering. Birinchi o'rinda endi hammada ham oila tursa kerak. Oilani hisoblamasdan gaplashaylik. Oiladan tashqari shu ikkita ishongan insonim bor. Mana bu yerda o'tiribdi, ustimdan kulib. Shu mashlar bilan oqibat yo'qolib qolmasa bo'ldi. Chunki ikkita qanotim bo'lar. O'tgan intervyuimda ham aytganman. Shular zo'r bo'lib bersa bo'ldi. Yo'da birinchi o'rinda shular, oilam endi alohida tema. Shu keyin mansabga aldanib qolmasam bo'ldi. Shuni ko'proq o'ylayman. Shu iloji boricha undan oldinroq yaxshimisiz deyishga harakat qilaman. Chunki baribir kibrlanib ham ko'rganmiz-da paytida. Shu Xudo olib qo'ygan bizdan ma'lum bir narsalarni. O'shaning uchun shunga harakat qilamiz. Shu ikkita shunga e'tibor beraman, uchinchisini o'ylamayman aka to'g'risi. Menga mana ikkalasi bo'lsa bo'ladi. Shu. O'ylaymanki, agar bugun sizga kibr to'g'risida savol bermasam kerak, chunki o'zi sizga telefon qilganman, o'zingiz ham bilasiz. Telefon qildim, men o'ylaganki boshqacha bir odam bilan gaplashaman deb kutgandim, to'g'risi. Men qilsam, mali ikkinchi marta qilganimizda, "Ha, bo'ladi" deysiz. Endi kulvardi ko'rgan bo'lsangiz, men endi boshqacha nima kutib turgandim. Ko'p marta telefon qilib bilgan bo'lsangiz, nima degansiz? Boshqacha nima kutgan, kibr yo'qligi uchun rostman aka bildim men. Endi balki jaydarlikdir. Balki bir ayrim negativlar uchun, misol, nima desam, to'porilikdir. Lekin bugun sensirab gapirib sizga e'tibor bergan bo'lsangiz, xafa bo'ldingizmi bilmayman, bo'lsangiz ham farqi yo'q. Misol, o'shanda ham anaqa qildim. Tez sensirashga o'rganib qolganman. Shu bir kun gaplashdim bo'ldi. Siz bilan ko'rishmagan bo'lsam ham, yoshingiz kichkinami, yaqin olgim kelib qoladi. Shunaqa bizda xarakter. Kibr haqida qo'ying, kibr. Kibrda egalari bor. Egalari bor. Bizga kerak emas qo'ying. Bizga shu tinchgina qishlarda bo'lasizmi, o'shanday qolavering. Eng qiyin davr haqida gaplashaylik. Iloji bo'lsa. Savollar yo'qmi bular? Yaxshi. O'ylantiradigan savollar qildik. Da. O'ylantirib kesib qo'ygan taqdir qanaqada ham, cho'nni berli qilganda tezlikka chiqib ketadi deganni hisob. Maestro muzika qo'yiladi, pianino ishlatilgan bo'lsin. Birovni ochganmisizlar? Ochgan. Keyin qanaqa davr, nima tomonlama? Hayot, oila, pul deylik, birinchi moddiy tarafdan. Moddiy tomonlama biz o'zimizga kelganimizga ko'p bo'lmadi. Butun oilam bilan o'lib qolmaganmiz, yaxshi yashaganmiz, kim nima yesa yeganmiz, lekin mashina bo'lmagan. Nima desam bo'ladi yana? Yaxshi kiyim. Har baloni. Damas o'zingizga qo'ygan? Albatta o'zimga. O'zingizga. Endi sizga aytadigan muddatim 2 yil deb hisoblayvermayman. Endi ko'p bo'lmadi, 5-6 yilga kiritdi. Mana shunaqa vaziyatlarda mashina bo'lmagan, kiyim ko'p bo'lmagan, yeb-ichish o'rtacha bo'lgan. Qorinning ochib turardi. Da. Kecha men Islom bilan gaplashdik, kompyuter temasida. Kompyuterda mana o'yinda o'ynaganmisan degan savol tushib qoldi kimdandir. Men aytyapman, men bilmayman-da, o'sha odam aytgan o'yinni bilmayman. O'shanda aytib berdim. Kompyuterxonaga kirmaganman men, qanaqa bo'lishini bilmaganman. Shu birinchi marta kompyuterni yoqqanimda, kompyuter degan yozuv chiqqanda, Sankt-Peter deb o'qiganman. Mana kasini. Qanaqadir endi yozuv bor ekan endi o'sha yerda kompyuter degan. O'shanaqa davrlarda ajib bo'lgan. Lekin o'shanda ham bilmayman, o'ksinmaganmiz lekin.
Qiyinchilik unaqa ko'p bo'lmagan. Qarz unaqa ko'p bo'lmagan. Shu pul tomonlama juda unchalik qiyinchilik bo'lmagan. Yo shukr zo'r bo'lganmi? Bilmayman, ish qilib yaxshi o'tgan. Davr yomon Katta emas. minusga kirmagan. Yo kirganman. Eng katta minus deb endi qanchani hisoblasam? 50 million kirmaganman. Eng katta minus haqida gapirsangiz, eng katta minus qancha bo'lgan? Shu paytgacha eng katta oy qarzingizmi qancha bo'lgan? Qara 40 million deydi. 40 million. Ha, shunaqa. Yo, unaqa U ham kredit. endi hammasi emas. Hammasi. Odamlardan bo'lgan, boshqa bo'lgan. Endi harom yo'l bilan qarzga botmagan, Xudoga shukr. Endi yoshligida bo'lgan bo'lsa ham 1-2 so'm, lekin unaqa botmaganmiz harom orqasidan. O'shanda kim kimligi bilingan. Ya o'shanda ham bilardim ularni bilan. O'shanda ham bilardim. Shu deyman, mana bu videoga Instagramda blog tutishdan oldin ham deyman, o'sha bilganmisiz shekilli, o'sha haligi negativlaringizni. Hayotda ham bo'lganda men prosta internetga olib chiqmaganman u narsalarni. Tushunyapsizmi? Men shu hozir aytyapsiz-ku, hayotdagi bilan Instagramda bir xil ekansiz deb. Unda men prosta o'sha o'zimni videoga olib chiqmasdim, xolos. Hayotda ham shunaqa bo'lganman. Hozir ham shunaqaman. O'shani hisobiga meni ijtimoiy tarmoqdagi hozir begona viloyatdagi odamlardan tashqari biz o'zimiz qishloqda, deylik tumanda o'zimga yarashadan ham ko'proq negativlarim bo'lgan men. Sinfdoshlarimning ichida bo'lgan, mahalla kuyda bo'lgan, qarindosh urug'ning ichida bo'lgan. Men hammasini nima qilganlarini hammasini bilaman. O'sha sizga negativ bo'lgan sinfdoshlaringiz bo'lsa, misol uchun maslahat aytsak, Mhm. fikri qanaqa hozir endi sizga bloger bo'lgancha yaxshi Mana, sizda. ha, bundayda hozir endi maqtanyapti deb o'ylaysizmi, bilmayman nima deb fikrlaydi odamlar, sizlar qanaqa deb o'ylaysizlar bilmayman. Men maktab paytida ham lider bo'lganman. Xudoga shukr, mana sinfdoshlarim agar mana katta bo'ldik, nechtamiz bolamiz bor ko'rib turgan bo'lsalaring. Maktab paytida ham lider bo'lganman. Meni yomonligimni o'zimga kelib yomon deyilmagan hech kim. Yaxshi yurganman, orqadan eshitib yurganman. Bizda o'zimizga yarasha o'sha o'zimiz yumorist bo'lganimiz uchun odamning yuzidagi obrazga qarab turib nima o'ylashini har holda oddiy odamga nisbatan yaxshiroq fikrlaymiz-da. Shu yumor tomonlama. O'shanga qarab turib uni ichini o'qiyardim. Bilardim kimlar nima deb o'ylashini. Lekin hammasini yaxshi ko'raman. O'shanda ham yaxshi ko'rardi, yosh bo'lganmizda. Yosh bo'lganda ham ko'rgancha endi. Da. Yaxshi bolalar lekin sinfdoshlar. Qaysi videoyingizdan keyin umuman olganda qaysi videoyingizdan sal uyalasiz, salmas yoki anchagina? Yomon savollar topdim ular. Aslab sezyapsan savollarni. Videoyingizni o'zgartirib ko'rsatdingiz. Savollarga qara. Qaysi videodan uyalganman? Juda yumoristlik bo'lib ketgan bo'lsa, Xalq tilida bachkanami? Astag'firullah. Yo, mana. Mismari? Yo, men nimaga? Mana. Xafish, mayli. Aktorski meniki bu. Xullas 100 ta videoyimdan pastidan uyalaman hozir ham. 100 ta video 300 nechta ham post bo'lsa hozir 100 ta pastga tushing, 100 tadan buyog'iga uyalaman. Undan ham uyalib balagi orlanib nazarlar bo'lib ketmayman, o'chib tashlardim bo'lmasa. Ilk o'sha o'xshamagan, yemagan, pokko telefonda olingan videolarim hozir ham turibdi. 4000 ta prosmotrli pastda turgan videolarim. Masdan bilinadi. Ha, men shu o'zim qanaqadan chiqqanini unutib qo'ymaslik uchun men o'chirgim kelmaydi. Endi unda bizda mutaxassislik bo'lmagan. Hayotda zo'r eplganimiz bilan kamera oldi boshqa dunyo-ku. Mana o'zingizlar ishlayapsizlar, bilyapsizlar. Hayotda savol berish osonroq kamerani terib berganda. Mana shunaqada. Keyinchalik mutaxassis bo'lib, misol kamera oldimizda turganda ham bemalol ishlaydigan bo'lgunimizcha bo'lgan videolardan uyalaman. Yomon cho'zib yubordimmi? Shunaqa. Yaxshi ketyapti lekin. Yaxshi ketyapti. Tushuntirishda bu ham. Seni bacharangga qarasam gapirgim kelmay qolyapti. Turishingni qara, bilamiz kimligingni deganda. O'zingcha bitadi. Odamlar sizni noto'g'ri tushunadigan jihatlaringiz bor. Masalan, aslida shunday desa odamlar boshqacha tushunadi sizni. Kibrga to'xtadik va boshqa nimalar bormi? Birinchi o'rinda shu. Kibr deb o'ylaydi. Deb o'ylaydi. Endi biz nima desam bo'ladi? Mana biz sheriklar bilan mashinada yuramizda. Meni mashinam yoki Islomning mashinasida yurib farqi yo'q, yuramiz. Endi biz yumoristmiz-ku. Uni odamlar uchun qilmaymiz. Masalan, yaxshi muzik ko'p bo'ldi, meni ham qo'yib qo'ydi, distin qo'yapti. Baribir unaqa bo'ladi-da bizda bunday. Tushunyapsizmi? Oq olish. Odamlar uchun emas u. Bir-birimizga qarab kulaveramiz keyin. Yorvoryapsan yurishdi degan ma'noda-da. Mana shunaqa yuramiz. Yo bo'lmasa biz o'zimiz musiqani yaxshi ko'ramiz. O'zim musikalniyda yaxshigina tajribaga egaman. Ayrim videolarni pastroqqa tushsalaring bor ham qo'shiq aytganlarim. To'yda aytgan. Gaplashib ko'ramiz chumchoq bizlar bilan. Notaga tushunaman-da misol uchun. O'shanaqa yaxshi muzikalar bo'lsa, qo'yib, baqirib mana shunaqa qilib ketamiz, u tashqariga chiqadi baribir. Orqada basovoyimiz bor-da qimmatli. Bash ketyapti ular. O'shanaqa
O'shanaqa deb tushunadi bizni ko'pchilik. Lekin unaqa emas. Biz sizlardan oldin mana shunaqa qilib turamiz. Biz shunaqa darajada insonman deb o'ylayman. O'zbekistondagi любой bloger kelsa oldimga, mendaqa kamtari bo'lsa, Instagramda o'sha zahot o'chiriladi. Javob kelyapti. Bizda unaqa narsa yo'q. O'zi bildiga Da, biz bu haligi bu obraz emas bu. O'zini haligi kamtar ko'rsatib olib, biz doim bunaqa kibr bizga unaqa emas. Men rostdan hayotda shunaqa odamman. Ishonarli gapirdimmi? Shunaqa rostdan lekin. Xo'p. Tasavvur qilamiz endi Hasina. Ha, Qaytadan hayot berilsa deylik. qaytatda? Qaytadan yashash imkoniyati berildi. Hmm. Yana shu sohada ketasizmi yo Ha. boshqa sohada o'zingiz sinab ko'rasizmi? Yo ketaman, vaqtliroq ketaman bunda. Vaqtliroq Da, boshlagan bo'lardi. vaqtliroq boshla. Biz Instagram tarmog'iga qiziqqan paytimiz dilimiyam, mittimiyam bo'lmagan. O'tgan podkastda ham aytganman, bo'lmagan. Men chiqib turib odamlarni kuldirgan paytim, odamlar ko'pi bilan Mirzabek Xolmedov taniyardi xolos. Tushunyapsizmi? Avazoxin yo'q bo'lgan. Avazoxin Mirzabekning konsertidami kimdadir qo'shilib yurardi o'sha paytda. Men o'sha narsalarni eslayman. Instagramga chiqib turib, o'xshasa video olganlarimizni eslayman. Meni boshqa bir tumanda deylik, bir 30 kilometr boshqa joydagi tumanda meni bitta yoshi katta xola tanib qolgan. O'sha yerda men o'zimni qanaqalarga erishishim mumkinligini his qilganman. Lekin shu bitta xatoyimiz orqasidan Instagram o'chirilgan. Shu bilan unga qaytib kirilmagan. Nima bo'lgan aka o'sha xato? Ha, короче, mana meni hayotda ko'rdingiz-ku qanaqaligimni. Xohlagan paytim yumorga kiralaman. Endi Xudoga shukr bitta faxrlansa bo'layotgan narsam shu xolos o'zi. Men yo'lda ketyapmizmi, kalla kelib qolsa bo'ldi. Yoqor kamerani deb turib, unga aytmasdan ham qilib ketaverardim. Yo'lda har bitta mahallada, sizlarda endi qishloqda bilasizlarmi yo'qmi? Mahallani nechta odam soni, nechta aholi shunaqa plakati bo'ladi. Bor bizda ham. Ha, o'shani oldiga ketib turib, bir narsa bo'ldimda qo'limni qo'ysam tushib ketdi u. O'zi tushib ketgan ekan, просто tikka qilib qo'ygan ekan. Men uni bunday qildimda, boshqatdan tikka qildimda videoga oldim. Oldi o'zimni kayfga soldim. Hali moska solib, ertashayman dedim, dedim turib, Bruslining avlodiman, bir narsalar deb tashayapman deb. Ha, ham bor edi. mana bunaqa bitta kalla qo'ydim tushib ketdi. U jinday oyoq osti qilib qo'yishga o'xshagan xonim bor ekan. Men u paytda bilmaganman, yosh bo'lganman. Shu ertasi kuni melisalar bir narsalar uyda to'palang, chiqib video o'chirib, Instagramda o'chirib, uydagilarni janjali, shunaqa bo'lib, o'zimda ham qisman ko'nglim soviganmi bilmayman, qaytib bu yo'lga kirmaganmiz. Chunki ota-onamiz yig'ishtirdimi, o'zimizni qiziqishlarimizni ularga yetkazib berayotgan darajada na nutqimiz, na ishonchimiz bo'lganda, hech narsa deyilmagan vaziyat bo'lgan. O'shaning hisobiga yo'q bo'lib ketgan bu narsalar. O'zi shu ilk boshlashda hammada bir bo'ladi shekilli shunaqa holatda. Bitta bu sohada emas. Soppa shekilli deyman. Bitta bu sohada emas, любой sohada bo'ladi. Siz bitta bola borib turib hozir doktor bo'ladi, meni o'g'lim katta bo'lsa, aylanib ketay desa, u bola kelib turib, men deylik kim, futbolchi bo'laman desin, to'g'ri bu gaping deb turib futbolga yo'nalib ketmaydi hech qaysi ota-ona. Avvalo isbotlash kerak. Isbotlagandan keyin natija qilish kerak. Mana shunaqa narsalar orqasidan bo'ladi. Lekin natija qiyinisicha ham siz yomon bo'lib yuraverasiz. Ishoning, yomon bo'lib yuraverasiz. O'shaning uchun shu ota-onalarga o'tgan safar ham aytaman, bu safar ham aytaman, jinday qarash kerak, bolani ko'ngliga qarash kerak. O'sha narsa o'xshamasa ham, tanlagan yo'li o'xshamasligini bilsangiz ham imkoniyat berish kerak. Endi ozgina plyus ketishi mumkin, vaqtingiz ketishi mumkin. Zato haligi siz haqligingizni biladi o'xshamagandan keyin. Qizga quloq solish kerakligini biladi farzand. Yoki o'sha mag'lubiyat, shu g'alabaga birinchi qadamligini his qiladi har holda. Shu ota-onangiz yo'q deyishdi. Undan keyin yana boshladi-ku mana. Nima deyishdi? Aytib boshlagan, undamasam video chiqaraverdim, ko'rib gapirish. Indamay boshlaganman. Nima deyishdi keyin ko'rgandan keyin? Qimmat yo'qdek nima qilibsan deyishmadi. Yo, men o'tgan chig'iriqlar bor-u, juda men hayotdagi zo'r zarbalardan biri bo'lgan. Ko'chamayli, odamlar qiziq emas bizga. Qiziq bo'lganda bu sohaga kirmasdik, lekin ota-onang tarafidan, oilang tarafidan senga kelgan o'sha ular ham meni o'ylab gapirgan sizlar. Misol uchun men ham katta bo'lsam, o'g'lim mana shunaqa masxaraboz bo'lishni xohlamasman, chunki 5000 ta obunachisi bor, video olib yuribdi, hali natija yo'q, hali daromad yo'q. Yuribdi-da endi qishlarda shunaqa. Menga ham yoqmasligi mumkin misol uchun. Ularni ham to'g'ri tushunaman, lekin qiyin bo'lgan. Ularni yengib o'tish uchun ota-onaning o'zi yengadigan kurash noto'g'ri narsa-yu.
Yengib o'tish deganda nima desam bo'ladi? Isbotlash uchun. Isbotlash. Natija kerak. Blogerlikdan topgan birinchi daromadimni olib kirgandaqa emotsiyani men uylanganimda ham his qilmadim hali. Tushunyapsizmi? Bitta siz o'zingiz xohlagan kasbdan farqi yo'q. 5000 talikdan bitta bersangiz ham uni kayfini sahnada o'tirgan kayfingiz ham bermaydi. Men shu narsani his qilganman lekin. Lekin hozir Xudoga shukr zo'r faxrlanib yurishadi. Iloyim bardavom bo'lsin. Mana shunaqa. Suvdan chilasiz. Biz ham bilib qo'yibsizlar. Конечно. Yo'q, bermoqchi navara. Anaqa telefonda olganman. Videolar. Anaqa telefonda. Birinchi bu biz 11da olganmiz. iPhone 11da olganmiz. Keyin biz qoniqtirmagan. Keyin bizni farosati yo'q kallamiz ultra zo'rlarni his qilganman. Uni sotib ultra olganman. Keyin bilsa Samsungmi? Samsung. Na unda kino effekt bor, na boshqa bor. Islomlardan maslahat so'ramasdan qilib tashlaganman-da uni. Tushunyapsizmi? Olib yurishgan tekshirib ko'rardik. Bundan men maslahat chiqib ras chiqib po'kka olib unaqa olib kelganman. Ultra. Necha? 24 ultra. 21 ultra edi bu paytda. Mana shunaqa bo'lgan, bilmayman chiqqanmi yo'qmi. Mana shunaqaga kuchim yetganda, olganman. Dabdala bo'lgan, qo'yasiz, bag'da zo'r turaveradi, qo'yasiz yo montaj qilsangiz, montajda xarob bo'lib ketib bo'ladi. Shunaqa bo'lib, rasvo bo'lib ketgan hamma narsa. 11da qanday chiqdi? 11 birinchisi bo'lgan-ku. 11da kino effekti yo'qligi meni qoniqtirmagan. To'g'ri. Mana shunaqa bo'lganda, men 14 olganimcha shunaqa qiyinchilik bo'lgan. Arendaga birovni telefonni olib ketib ishlatib, ana shunaqa qilib yurganman. Hozir 14 ishlatasiz. O'sha birinchi boshlaganimdagi o'sha qadrli 14 mana shu hali ham o'sha. Yangi ishlatib 17 ga. Mana 17 bor-ku. Biz kun tartibimiz ertalab uyg'onamiz. Uydagilar bilan choy ichmas, chiqib ketamiz, ko'rishamiz. Obedgacha bir seans trenirovka, keyin u 1da tugaydi, 1dan 3 gacha dam, 3dan yana ikkinchi seans trenirovka boshlanadi. Undan kechqurun 5:30-6 gacha trenirovka. Kelib turib uyga yana ovqatlaniladi oila davrasida. Undan keyin chiqadi, shu Qalqon fitness sport zalimiz bor, o'zimizning trenajyor. O'sha yerda trenerimiz ikki kelinadi. 10 gacha trenirovka. Kechqurun o'zimizning game klubimiz bor. Kichkina bizneschilardan bittasi. Ofis ikki boriladi. Ideya qilinadi, ozroq dam olinadi. 10-11larda, o'sha 11-12larda uyga qaytiladi. Ertasigina bir xil seans, yakshanba dam. O'sha aytdingiz, yoshligimda kompyuterni bilmay ko'rdim, keyin bildim, shu alam-malamga yotgan shekilli. Yo'q, bilmayman. Tentak pul ketib qolgan, ochib yuborganman uni. Yaxshi bo'lyapti. Yaxshi bo'ladi. Nima tushdi-da lekin. Alamiga ochdi degan nima tushdi? Yo, tushdi. Xudo xolasa borib qolamiz. Boringlar, xudo xolasa. Zo'r qilib beramiz. Suvdan chiladi. Gap tugab qolsa suv bilan chalg'itish kerak-da. Gap tugab qolsa chanqaganda, bosar bo'ladi. Yo'q, bizda gap tugamaydi, sizda tugamasa. Ketdi. Hop, oxirgi paytda sizni eng ko'p o'ylantirayotgan narsa nima? Nima o'ylayapsiz? Qilib yuribsiz? Siqilganim yo'q-ku. O'ylab yurgan bo'lishim mumkin. Tushunmayotgan narsa, qanaqadir qarormi yoki-da bo'layotgan ish bo'lyapti, misol atrofimizda bo'layotgan qanaqadir ishlardan. Shularda qaysi qayergadir tushunmayapsizmi? Shular. Aytmaylik dedim senga. Aslga tushunmayman. Ya men bitta narsaga o'ylanyapman. Nimaga meni kliplarga chaqirmayapti? Nimaga meni kinolarga chaqirmayapti? Men shunga o'ylanyapman. Men tishim chiqib ketsa bunday qilaman. O'zbekistonda professional aktyor kim misol hozir? Endi Alisher Uzoqovlarga men yetishimga 28 yil bor. Hozirgi aktyorlar bor-ku. Shahzod Sultonov deylik. Vot, ashi bola. Men ijodiga hurmat zo'r, aka, tiniq odam. Hurmat qilaman. Lekin yarim kechasi uxlayotgan bo'lsam, kimdir bitta uyg'onib turib, Shahzod qo'yib turib, oldiga qo'yib turib, qani o'xshatdi desa, men undan zo'r o'xshata olaman. O'yering gapimga. Qanaqa obraz bo'lishidan qat'iy nazar. Chiqib ko'rmadingizmi? So'raganman. Yo'q, endi misol uchun menga ko'p takliflar bo'lgan. Konfet, barbash, unaqa narsa kerak emas menga. Men nimani kutyapman? Qobiliyatimni kimdir sezib qolib turib, deydi haligi. Shunga o'xshab turib, kimdir meni chaqirib turib, meni ishlatish kerak. Men uni qaysidir aktyorlarga o'xshab, klip nimalarga o'xshab turib, men yo'q, unaqa emas. Ularga o'xshab turib, menga bir 5000, 6000 gonorar bersa, menga kerak emas unaqa pul. Mana men rejissyorlarga aytayapman, vale o'zim pastga urushaman. Men prosta san'atni sevaman. Meni qora qozonimni qaynatayotgan darajada pul bersa bo'ldi menga. O'zimga ortqizishim shart emas. Xotin bola chaqamga, ota-onamga yetadigan pul bersa bo'ldi. O'sha yerda oziq-ovqat yeb ichishni ko'rib, menga unaqa gonorar kerak emas. Men prosta san'atni sevaman, hozirgi qiladigan aktyorlarni
rollarni ko'rib qo'pol qilib aytganda qusib yuborgim keladi men. Unaqa bo'lish kerak emas deb hisoblayman. Endi 180 mingta odam bilan motivatsiya berish emasmi? Men yurakdan gapirdim hozir. Qancha katta auditoriya? Endi ya'ni o'zimda 1 million auditoriyasi bor odam intervyu berganda beryapman-da hozir. Ha, shunaqa xohlayman men. Men o'sha savol qiynaydi. Nimaga aktyorlar bunaqa chaqirmayapti men? Chunki hamma yoq rasvo hozir. Qaysi ma'noda? Oldingi Endi korrupsiya, konfet, tudim-sudimda. Yo siz qatnashishingiz uchun pul berishingiz kerak. Yo bir shunaqa bir ishkal. Aktyor ko'rsatuv bo'lgan paytda men chiqqanimda mendan ko'p narsa talab qilingan. Qatnashish bepul, lekin repetitsiya jarayonida repetitsiya maydonchasiga arendaga paloncha pul, orqadagi raqs bolalar bir narsasiga palonchadan berish kerak, kiyim-kechaklarda obrazdagi kiyim-kechaklar bor, ularni plyuzga arendaga sotib olasiz palon puliga. Erta kvarplata, zeb ichishingiz, bunday hisoblaganda mendan bitta aktyor bo'lsa bo'ladigan pul chiqib ketib qolgan. Keyin men bormaganman. Obidjon Nasriddinov bilan gaplashganman. Toshkentliklar bo'lsa olamiz, vodiyliklar olmaymiz deganda men tortishib ketdim. Mana shunaqa voqealar bo'lganda, keyin meni ko'nglim qolishni boshlagan. No men kutaman, bir kun yirtib portlab chiqib ketaman. Men mana shu aktyorlarga ko'rsatib qo'yaman. Qani meni o'zimda shunaqa pul ketsa. Chempion filmi bo'lyapti hozir O'zbekistondagi futbol bolalar haqida. Firdavs degan meni bratchikam bor edi. O'sha rol o'ynayapti. O'sha aytayapti menga. Aka, Alisher Uzoqov bir kunda 2,5 ming dollar pul sarflayapti, deyapti. Shu bolalarni yeb ichari syomka 2,5 ming dollar. 20 kun syomka bo'libdi. Hisoblang nechta pul bo'lyapti. Ana shunaqa pul menda bo'lsa, men zor emasman unaqa rejissyorlarga. Shunday o'zim yirtib chiqaman, u haqiqat yo'q degan shu. Oskarga talashib, haqiqat yo'q. Bo'lsa ham qimmat haqiqat hozir. Shu oldingi nimalarni ko'rganmiz, intervyularda eng, ya'ni orzungiz deganda nimaga chiqish, istiqlolga chiqish degan. Ya'ni undan boshqa nimalar ham bormi? Ya u orzu unaqa orzu ham qilmay qo'ydim uni. Odamning miyasida bir olib qo'ygan plan bo'ladi, mana shunaqa qilaman degan plan bo'ladi. Eng katta orzusi. Undan ham katta. Endi meni orzuyim emas bu jamoamizni orzusi deyk. Chunki 3 ta tanadagi bitta ruhimiz desam bo'laveradi-da. Kinolardagi do'stlik bo'ladi-yu. Bor shunaqa do'stlik. Bitta videoda chiqdim, bu dunyoda do'st yo'q deb o'zimcha motivatsiya aldaganman unda, bor do'st. Ikkita bor menda. O'sha videoni o'chib tashlanglar kelib ketadi. Xullas, mana shunaqa ikkita-da iloji yo'q. Mana shunaqada u bizni orzuyimiz bor. U paytda endi o'sha intervyu bergan paytda balki men ham bunaqa ishlamaganman. Istiqlolga chiqish bo'lgan. Bizda hozir eng katta orzuyimiz masjid qurish. Qurish. Endi kimlardir o'ylashi mumkin, u ketdi endi bag'i iymonni bo'ldi endi bu deb ko'rishi mumkin-da. Unaqa emas, rostdan qurish. Biz o'zimiz o'sha musulmon odam qanchalik masjidga kirib ibodat qilish kerak bo'lsa, o'shancha qila olmasak ham, hech yo'q shu qurib berish niyatimiz bor. Namoz o'qiymiz. O'qiymiz, Xudoga shukr. Anaqa puligacha hisoblab ko'rganmiz biz. Masjidga qancha ketadi, nima bo'ladi? Endi xoms chot. Qilib ko'rganmiz. Endi u menimcha endi Xudo bersa ertaga ham bo'laveradi-yu, menimcha jinday bor unga. Jinday bor. Chunki qiladigan ish serobda hali. Ideya o'ylab topasiz videolarga. Qanday keladi aka bu ideya? Ideya to'ldirilgan qozonga tushib ketganman yoshligimda. Nosakdan bo'lsa kerak. Shunaqa. Men o'zimga o'zim ham shunaqa deyman-da. Mana bizga reklama mana bir xilga blogerlar bor, puli ko'p. O'shaning orqasidan bitta hype qiladi, bitta PR qiladi, bir narsa qiladi, chotki mashinada 2 kun yurib beradi, o'sha rek otadi, ham rek ushlab olgandan bo'ldi, ketaveradi. Keyin Xudo mamnaqa narsa beradi odamga. Qanaqa tushuntirsam bo'ladi? Ilohiy bir narsa beradi. Miyasi ikkita bo'ladi. Men o'zimni shunaqa deb o'ylayman. Endi mayli endi maqtanyapman, shunaqa men. Endi yetkazib berishim kerak-ku sizga o'zim. Misol uchun reklama beryapsiz siz menga. Meni bir kalbasa sotayotgan do'konim bor. O'shani reklama bering deysiz-ku. Narx qanchadan bo'lyapti desangiz, men sizga qarab, endi aka kalbasa do'kon bo'layotgan bo'lsa, uni narxlari deb siz bilan gapiraman-u. Bilmayman nimaga. Mana shu miyamda hali u reklama olganim yo'q. Miyamda burchagida taklanadi narsalar. Ishonasizmi shunga? Mana misol kalbasa bo'ladigan bo'lsa, narxi misol 700 dollar, ozgina kami bor. Endi bizda mamlakatda aka, mamlakatda bo'layotgan payt men kalbasaga oid bir narsalar to'qilib bo'ladi menda. Reklamani gaplashib bo'ldimmi, dogovorni qilib bo'ldimmi? Endi qachon ideya tuzishni boshlaysizlar desa, ideya bor aka, bunga to'g'rilaymiz deb ketaman.
Sizga gapiryapmanmi, hozir kamerachiga gapirmoqchi bo'lgan gapim ham taklanadi. Bu men ilohiy narsa deb o'ylayman buni. Chunki bu o'rganilmaydi. Men o'rganmaganman buni birovdan. Ya bir qandaydir bo'lib qolmagan. Shu balki zot shu avlodimizdan o'tgandir. Endi avvalo Xudo beradi. Yo'qsin akadan sen tez qo'yasiz. Ha, yo'q, mana shunaqa narsa bo'ladi. O'shancha hech qayerdan men shu paytgacha Xudoga shukr tutilmaganman. Katta bloger, katta Umid Iskandarovlar, Shavkat Kamilovlar bilan bitta joyda mana bunday o'tirib ham men biror marta degan joyim yo'q meni. Shu bori bosiladi, menga Xudoga shukr zo'r taklif beradi. O'zi o'tgan videoyingizni ham ko'rdik. Ha. Cobalt gapirib chiqdingiz-ku. Mana ishoning, yana shu Cobalt mavzudachi. Tak, Damas yomonladim. Gentrani yomonladim. Gentrani yomonladim, Damasga ketyapman. Sizdan shu Cobalt qilaman, Damasni ham bitta qo'shib yuboraman-da. Tudingiz bu yoqda reklamaga qanday? Reklamaga bo'ldi. Ishoning 3 minut. U reklamamidi o'zi Cobalt? Reklama. Yo'q, Cobalt emas. Ha, Cobalt reklama. Ha. Uyda reklamasi bor o'rtasida. Ya orqada siz Ha. istoriya ham qo'ygan surat. Ha. Gapirgan paytlarim orqada ketgan o'sha obuna bo'lishlar bir narsalar. U reklama ochista. Qarang qanday qo'yaman. Reklamaga bilmayman. Bildirmasiz qo'ydi. Ha, shunaqa. Ideya dan problema yo'q. Xudoga shukr, ideyadan problema. Endi ideya ko'p bo'lgani bilan mana uni eplolmasangiz foydasi yo'q aslida uni. Xudoga ming qatla shukr, shu miyada borini baqa chiqarilayotgan darajada iste'dod berib qo'ygan. Shikilida endi. Biz o'ylabmizki, mana o'sha Damasda ham Cobalt'im gapirganingizda bir yozib olib Yo'q. turib yodlaganmiz. Yo'q. Tez gapiryapsiz, tutilmasdan gapiryapsiz. Kamera vali qisqaganiz yo'q. Mana ichimizda gap taklanmaydi, masalan, Damas. Nima konditsioner yo'qligi, uni sochiq qo'yishlarini ko'rdingizmi? Ha, ko'rdim. Improvizatsiya o'sha ham. O'zi asli u sochiq, prosta shopirlar sochiq yoki chittura tashaveradi yosh kattalar. Nima deydi? Qiyg'i deydimizlar. Atib qo'yadi. Ha, o'shaning uchun qo'yilgan u. Keyin tonirovka o'sha Damas o'tirganimda o'sha yerga tiqib olish kallaga keldi. Hamma yoq improvizatsiya bo'ladi. U joyida keldi. Ha, o'sha yerda tiqib turib mana konditsioner nima tonirovka devorganman yerda. Reklama ochgan bo'lsangiz yo'q. Ha, u yerda hamma yoq shunaqa ketganda. Mana tirik guvohlar, xolasingiz chaqirib qaramay turaman edi. Ikkita kadrda olingan. Birinchi Bo'linmagan ham. yo'q. Birinchida operator xatosi bo'lgan, bo'linib qolgan. Tushunyapsizmi? Bo'ldi, o'sha ikkinchisida olingan. Gentra bittada olingan. Siz ko'rgan videolarda maksimal 10 ta olganmiz bitta narsani. Eng shu no professional paytimiz 10 ta olganmiz. Hozir bitta olinadi. Chunki Xudo balansni yomon o'shaydi-da, bir tomondan berdim, bir tomondan oladi. Birinchisida ikkinchisida o'xshatilmadimi, bo'ldi-ki 10 tagacha o'xshatilmaydi. Unaqa chiqmaydi. Miyada gap qancha ko'p aylansa, shuncha pachag'i chiqaveradi uni. To'ldan tutdan bo'lib ketaveradi gaplar. O'shancha bittada urish kerak. Mana bu tomondan lekin ozgina minus qilib qo'ygan. Xo'p, bo'lmasa hozirgi kunda qiziq o'sha oldingi intervyuzda Mhm. boshqa bo'lgan endi. Hozir 81 ming, 90 mingta ko'p. Da. Reklama qanchaga hozir endi post istoriya shartnomalar qanchalik bo'ladi? Chuqurroq ma'lumot berib o'tdingiz bizga. Qiziq, bizga ham obunachilarga hammaga qiziq bo'lgan narsa. Reklama narxi emas, bitta postimiz bizda nima deydi? Nima bo'ladi, misol uchun bir xillar har xil qo'yadi-yu, o'zi publikatsiya post har xil qo'yadi-yu, unaqa emas. Unaqa emas bizda. Bizda hammasi narxi bitta yuradi. O'zimizning Qo'qon zona uchun $500. Postimiz. Post olsa обязательно istoriyasi bilan. Bitta post bo'ladi. Bitta post bo'ladi, обязательно istoriyasi bilan bo'ladi. Maksimal darajada yondashilinadi. Mana bunday videolarimizdan tashqari. Işte pulni oqlash kerak-ku. Keyin o'zimizni tumanlarga o'tsak, masalan, Furqat tuman, Beshariq tumani, yaqin. Minimum 3 milliongacha olinaveradi. Sharoitiga qarab. Misol u 8 ta do'konim bor ekan, o'sha 8 oni yurgizib bering, desa $400 ga olamiz. Lekin uka meni misol uchun avtomoykam bor. Ichida ikkita kartcha, ikkita nima bor, o'shani bir yurgizib bersangiz, ha bo'ldi aka, 3 million. Tushunasizmi? Sharoitiga qarab. Shunday qolinadi. Bitta turib olmaysizdan. Yo'q, bizda kelishiladi bizda. Biz jayda. Misol rostdan bir kerak, shunaqa bir bo'lsa, $100 ga ham olib qo'yilaveradi. Men shuni olib ketdim, mana shunaqa vaziyatda. Endi biz obrazdan bilamiz, aldayaptimi u haromi yo bir rostdan yaxshi odammi, harami. Biz qarab bilamizda, bo'ldi. Bunga pul zarur rostdan, yo bu yurmasa, sinsa, ishkal bo'ladi. Ha, desak, keyin o'shanga qarab turib $100 ga ham olaveradi. Oylik shartnomalarimiz bo'lsa, bitta post $400 dan bo'ladigan bo'lsa, oyiga 4 ta postgacha olamiz, 4 tadan ko'p olmaymiz.
4 tadan ko'p oladigan bo'lsak, har bitta post $100 pastga tushadi. Deylik 300 dan hisoblanadi. Yillik shartnomamiz bo'lsa, yana $100 tushadi. Tushunamizmi? Yillik shartnoma bo'lgandan o'zi $200 aylanyaptimi? Yillik shartnoma bir xil oyiga shu 4 tadan bo'lsa bo'ladi. Da. Endi u oyiga nechta olishiga bog'liq-da. O'zi aytadi. Ha. Endi hozirgi kunda Face o'ynab berishmi? Misol uchun endi uni ham xizmat, baribir xizmatda ham. Misol uchun kimnidir akkaunti bor. Biz Jizzaxlarga borib daji, boshqa Qashqadaryolarga borib, uni Instagrami uchun gapirib berib kelganmiz. Shu Jizzaxga $400 ga borganmiz. 400 ga bormasdik o'zi. Chunki qoplamaydi aql. Qashqadaryoda ham bo'lgan. O'shani hisobiga ikkalasini o'ziga qoplab ketaveradi degan planda borganmiz. O'zimizni Instagramga qo'ymaganmiz. Ularni Face'ga qo'yib berganmiz. Hozir o'zimizni Face'larga qo'ysa, o'zimizni qishloqda bo'lsa, 1,5 so'mga o'ynab ko'ramiz. Auditoriyasi katta yoki bir yaxshi biznesmen o'ziga zo'r biznesmen bo'lsa, shu $300 gacha u ham o'ynab beriladi Face. Har bitta reklamamizda kollaboratsiya qilinadi. Istoriyamiz ham oddiy anaqa obzor. Hurmatli do'stlar, menga kelaverasizlar emas. Bu ham vayn bo'ladi, ijod bo'ladi. Uni tayyor montaj holatini o'tkazib beramiz, o'zini kanallariga qo'yib, shunaqa bo'ladi. Reklama bo'lmasa kollaboratsiya qilasizmi? Обязательно. Bor поддержка qilinadi reklama olgan odamga. Da. Reklama bo'lmasa. Xudo xolos. Qilinaveradi. Yaxshi muomalaga qaramizlar. Birinchi reklamangiz nimani evaziga bo'lgan? Birinchi reklamam yo'q, men birinchi reklamam o'zimda shaxsiy olgan reklamam 500 mingga bo'lgan. Hozir to'shni esimda yo'q. Narxi esimda 500 ming. Ha, o'zim kanalimga o'zim olishim. Chunki undan oldin ham men pul topishni boshlaganman-da, misol Momle bor. Bilasan, ibratli videolarda oyog'i. Ha, u qisman ustoz desa ham bo'laveradi menga. Menga misol uchun u sohasi boshqa ibratli. Men yumoristman, menga hech narsa o'rgatmagan. Sohamiz har xil. Lekin misol Instagram qanday yurg'izishni, montajlarni o'rgatgan, kimni oldida qanaqa tutish, kattalar bilan uchrashtirgan. Umid aka Bravo o'shani orqasidan ustoz tanishganman. G'ayrat, Garri, Taxi Prank, Zeza Shohru. Xullas, sizlar o'ylaydigan, biladigan ko'p zvizdalar bilan o'sha yaqinlashtirgan meni. O'shani ustoz sifatida ko'raman. O'sha inson meni olib borib reklamada o'ynatib turib $50. 500 ming mana shunaqa qilib yurardi. Uyga olib kirdim dedingiz, birinchi uyga ota-onamga olib kirganman. O'zimnikini olib kirgan. O'sha necha pul bo'lgan? 500 ming bo'lgan. 500 ming bo'lgan. O'zimnikini olib kirgan. U Mo'min akadan olganlarni olib kirmaganman. Emotsiya qanday bo'lgan uydagilar? O'sha birinchi olib kirganingizda Haligi. birinchi reklama boshqacha bo'ladi. Albatta ishlanib, videoga reklama olib kelasiz, shuna video reklama oldim. Shuna bo'lsa, emotsiyalar qanday bo'lishgan uydagilarda? Endi mana pulni olib kirasiz u. Haligi. Mana ko'rib qo'yinglar degan narsa ham ketadi ichingizda. Men nima dedim degan gaplar ham ketadi. Endi uni betiga aytib bo'lmaydi, ota-ona baribir. Olib turib, mana ona 500 ming desam. U paytda vashi bor, balansirobga bo'lganman-da. Men pul olib kelsam ham shubhalanardi. Qayerdan olding buni? Shunaqa olib ketardi. Aynan ketadi. Qayerdan kelyapsanmi? Shunaqa olib ketardi. Kimningni kuydirding? Mana 500 ming deb bunday qo'ysam, tashlaymi dedi. Ular tashlay, normal desam, qayerdan olding buni dedi. Reklama olib keldim. Ko'rsatqani, shunaqa. Ishonmayman senga. Reklamaga mana shu mevaga kirishni boshladi deganman. Ikkalamiz mevaga kirishni boshladi. Sen hosil bo'lish uchun duo qilib qo'yasiz deganman. Shu keyin duo qilishgan, bir 40% ishonishgan. 60% baribir bu darmon yetdi degan fikrda qolishgan. Nechta podpisida qo'ygansiz shu video? Qanchada bo'lgan? Sha 10 mingdan oshirdim. Biz yoshganda birinchi reklama bo'lgan. Endi ham tanish bilish orqali bo'lgan. Shunaqami? Yo'q, tanish bilish orqali bo'lgan. O'zimga chiqishmagan. Tavsiya qilinganman. Men bolam, misol uchun Furqat Teletoriya ham kelish kerak bizni mana bunaqa joyimizga. Ular ham bilish kerak. Furqatda meni o'zim bo'lganman-da unda. Islom ijod qilmay qo'ygan anchadan beri shaxsiy hayotini qo'yib yuradi, lekin biznesga o'tib ketgan. Reklama olishmaydimi aka? Yo'q. TikTokda ko'p ko'rardim aka. Biz biznes loyihasida hozir Qalqon sport loyihasining asoschisi, shu O'zbekiston bo'ylab trenajyorlar tarqatamiz. Hammamiz birga jamoamiz. O'sha turniy burish, zallar qurib berish, shunaqa xizmatlarimiz bor. O'sha asoschisi bu Clown. Shu o'zini Instagramiga faqat shaxsiy hayotini qo'yadi. Keyin misol reklamaga to'xtalganda kazinolardan ham reklama chiqqanmi? Da, chiqqan. O'tgan intervyuda Aytgandingiz qancha? 60 ming jo'di. 60 ming chiqqan. Uni olmaganman. Yana chiqdimi? Ha, yaqinda chiqdi bir. Qancha? Juda ko'p ham, bir oy bo'ldi, shilib ham musobaqaga ketganmiz o'zi. Bir oydan o'tibdi ozgina. Lekin men bitta narsaga hayron qoldim-da, arzon chiqdi endi bu safar. Bu paytda qimmat chiqqan birinchi. 60 ming chiqdi. Hozir bir 30 ming tepasi bo'ldi-da, chunki ular hisob kitobda bir yiliga paloncha pul beramiz demaydi-da sizga. Sizga mana bunaqa videoyingizga mana bunaqa qilamiz dedim, hisob kitob bo'lasiz o'zingiz. Bitta videoga beramiz shuni.
bitta videongizni narxini bilib turib, Ha. keyin oylikka chachaveradi. Ha. Siz uni hisob kitob qilib olasizda keyin. Ular ham dogovor qiladi addoshi. Hisobladim 30 ming nari berib bo'ldi, oshiqroq bo'ldi bu safar. Kazino haqida birinchi 50 mingta bo'lganingizda chiqqanmi kazino? Ha, 50 mingdan oshiqroq odim, tamoyil. O'zi qancha ba'zilar aytadi 10 mingdan ko'p любой akkauntga chiqadi deyishadi kazino. Shunaqami rostdan? Yo'q, 10 mingga chiqmaydi. 10 mingga yo'q, chiqmaydi 10 ming. Bundan shu premyer 50 mingdan oshganingizdan chiqishni boshlaydi. Lekin unda ham topda bo'lsangiz-da. Ha, axlatga Ha, qaraydi. albatta qaraydi. Siz topda bo'lsangiz, uje siz ko'zga ko'rinyapsiz, bo'ldi boshlaydi. Kuratorlari chiqadi. Ikkinchi marta olmadingizmi? Reklama. Qo'ydim deymi? Yo'q, olmadi. O'ylamadingizmi bu yoshlar? Ko'ray, birinchisi. Ya birinchida 60 o'ylaganman. ming. Birinchida o'ylaganman. Ozmuncha pulmasda. Islom bo'lmaganda opam qo'yardim. Islom aka olmaylar deyishgan, olmaylar deyishganmi shuni masalan? Olmaylik emas, olma degan. Ha. Ha, olma degan. Yo'q, bu Islom qishloq otasi, bizda ota deydi, sizlarda nima deydi? Buvami ishqib. Bobo. Bobo degan. Qishlog'imizning imomida. Ha. Bu unaqa narsalardan juda yiroq inson, oilaviy. Lekin hazil mutoyiba, ko'chingizga hayotni yutaveradi. Faqat hech qanaqa kayf qilmaydi, ichmaydi, chekmaydi, ibodatda yuradi. Ideal desa ham bo'laveradi. Siz degan narsa deydi. Daymi nosik kim deydi? Ha, da. Xullas, Oxirgacha ochaylik-da. yo'q, oching. Qandadan To'ylarda nos bo'lsa ekanman. kerak. Ha? To'ylarda bo'lib dursa. Yo'q. Ichish bo'ldi. Yo'q, Voy, qanda- aroq qo'yavering. Yo'q, uy hazilada u. turdim sekin. Ichkilikda ibodat qilib bo'lmaydi-yu. Ha, biz ibodatdamizda, o'shaning uchun to'g'ri kelmay qoladi. Shunaqa, lekin yoshligimizda kayf qiladigan mahsulotni hammasi borki qilib ko'rganmiz. Ichish, chekish nima mahsulot bo'lsa qilganmiz. Endi nos chekadiganlar bilasizlar, bular bilmaydi baribir, nos tashlab bo'lmaydi-da. O'shaning uchun mana hali ham nos chekib yurib, lekin qolgan hech qaysi narsani qilmay qo'ygan. Shu to'yimdan bir 4-5 oy oldin yig'ishtirganman. Obrazlarga to'xtalsak, bu obrazlaringiz qanday keldi? Bu masalan imini mana 5 ta obrazingiz bor. O'xshatish, bir fikr berdim, shuni o'xshatmasa yaxshi chiqadi, bu so'z haqida ko'rdi, o'xshatib ko'raychi, bu ketdimi, qanday bo'ldi? Chunki boshida ko'rganmiz, biz Mister Otabek TV chiqqan, boshida. Meni ko'targan o'sha. Ha, Zaporojdami? Nima qilib, Charlie Chaplin o'xshab chiqqan. Mana bunday ko'rgan Charlie Chaplin gapirganingizda. U nima desam bo'ladi? Kumir bo'lganda, misol qiziqqanman, uni men kuzatib yurardim. Haligi musiqada ham bunaqa narsa borda, sulh birinchi o'rinda turadi. Misol uchun siz qancha ko'p eshitsangiz, shuncha ko'p uni zo'r aytalasizda. Bunda ham shunaqa. Qancha ko'p ko'rsangiz, siz bilgan, bilmagan holatda miya saqlanib qiladi u obrazlarni. Mister Otabek TVni qilib ko'rganman. Endi o'xshaganini men o'zim bilmaganman. Atrofimdagilar va degan. Eng qizig'i vobshe o'xshamagan unda. Hozir men hali milliondan oshgan birinchi videoyim bor. Tolda tayda orqamda bunaqa yaltiroq nimalar turibdi. O'sha yerda ichimda qanaqadir odam bor deb gapirishni boshlaganman. O'sha videoda Mister Otabekni ko'rganman, "Yu" deyman hozir ko'rsam. Unda o'xshamaganda. Faqat shu S harfini F deb aytishini to'g'rilaganman xolos. O'zimga gapirishimda ketgan. Keyinchalik bu hali professionallashib ketib qoldi. Ki Mister Otabekni o'zi даже menga yozib turib muhokamagacha bordi bu narsa. Tortishuvlar, men hozir ham mana blokdaman. Hech qanaqa gaplasha olmayman. Tortishuvdan keyin video tashlasangiz siz Mister Otabekni, men даже ocha olmayman uni. Shu zayl blok rasvo qilib tashlagan hamma yo'qdi. Men umuman nafratlanadi deb o'ylayman mendan. Yaqin o'zbek nimaga kelibdi, 5 Qo'qonga kelibdi, chaqirishdi, borgani to'g'risini qilmadim. Shu Elmurod Xaqnazarov bilan tortishganman. Erik Haydarni ham qiziqqanman, kumerimni ko'rib, aka havas qilardik-da, endi zo'r ketadi-dagi obrazlarni bir ikkita do'stlar davrasida o'xshatib, dedim. Borgan sari o'xshab ketib qolavergan. Yulishoq bilan ham gaplashganman, zo'r bola, yaxshi inson. Ham sizga o'xshagan, yumorist. Ha, yumorist. O'tvochi bu. Tabiiylik shunaqa, unda zo'r, tabiiylik zo'r. Borini ko'rsatadi u ham. Erik Haydar bilan tortishganman, endi agar o'zi bo'lsa, admini bo'lmasa, Elnur bo'lmasa, Elnur aka, tag'in Elnur aka. Elnur akam bor haligi o'sha. Aji bo'lmasa agar, sklet qo'yib yuboring. Ana shunaqa tortishganman. Kimni o'xshatganman yana? Mirshakar Fayzullayev yaxshi inson, u ham zo'r tushungan. Hali mana des bosavering deganda. Zo'r chiqdi deganingizda. Ha. Yaxshi insonlar ko'p blogerlar ichida, lekin yomonlar ulardan ichida ko'proqda. Meni eng qiziqtirgan Ahad Xudoyor olib chiqqansiz-ku, o'sha to'lak. Ha, ukasi yozgan menga Ahad Xudoyor. Nima ashini gapiringda, muammo bo'lmaganmi, qanday bo'lgan? Muammo bo'lmagan.
to'g'ri tushunilmagan lekin. Nima deyishgan? Misoli sen endi jini qo'pol so'zlar ham bor ichida. Sen unaqa qilasan, bunaqa qilasan, haligi umringni tosh ko'targan shunaqa gaplar bo'lganda endi sen kimsan uni o'xshatadigan, bu degan. Kirsam keyin Binnasa Xudoyorov. O'sha ukasi, birga ukam degan videolarni ko'rdim ichidan. Keyin men ham shu yozganman. Siz endi tosh ko'tarib, shu tosh ko'targaningizga kimgadir o'rgatib pul topsangiz, men kimdir o'xshatib pul topaman. Bu kasb degandek bir gap gapirganman, shu boshqa gap bo'lmagan. Yani aytgansiz shu ya'ni trener bilan zalizlab qo'ygan videoyingiz bor-ku. Biz o'tgan qo'ygan videomizdan afsusdanmiz, kechirim so'rab oldilari trener aka chiqqan-ku, zallar. Nimami? Ha, o'sha. Voy, onasini ham bizdan nima edi? Biz o'sha videodan pushaymonman gapirgansiz, balay Ya u akam men u. Vapsi akam bo'lib qolgan. O'yladimki, ahvodlar oldingizga kelibdi. Ya. O'sha aka gazini oldida turadi. Qarasam video o'tgan bo'lish kerak deyman. Yo, u o'zimizni akamiz kelganda ko'rishdim. U ham ukam hazillashib yozuvdim deb o'zi bunday quchoqlavdi. Ichida yo'g'im bo'lib qoldim shekilli quchog'ini ichida. Bilagi dangal sonimdek keladigan aka. Endi vobshe katta narsa kelgan. Zo'r aka, yaxshi inson aka. Qo'rqinchliroq akamdek gavdasi. Qo'rqasdan uni ursa nima bo'ladi deb o'ylab qolasan. Shunaqa odam. Yaxshi insonlar. Suvdanchilar. Ular shunaqa. Aka shunaqa qarayapti, kameradan ham battar ekan, bor. Aradan screenshot qilib qo'ying. Aka yomon qarayapti, nima deyapti bu hozir? Kim o'zi bu? Intervyularda eshitgandek, yaxshi ko'rganingiz bo'lgan oldin. O'sha maktab davridami bo'lgan, adashmasam undan keyin bo'lganmi? Haqiqiy sevganmi? Ha, endi to'ydan keyin bas, o'zi yaxshi ko'rganingiz aytgansiz-ku. Yo'q, haqiqiysimi o'sha? Ha, o'sha haqiqiy. Endi ko'p sevganman deganingiz qaysi bir haqiqiy bilmayman-da. Bitta ikkita haqiqiy sevganman. Ikkita. Yurak kabinasiga o'xshaganda. Yo'q. Hali misol sevgi bo'lib turib, u atmen bo'lib to'liq uzilgandan keyin boshqa sevishingiz kerak. Bari kimnidir. Ana shunaqa bo'lib sevganman. Lekin hali sevganlarim bir 100 ta bo'lgan. Ya'ni bitta erga tegib ketgan degansiz-ku, dadasi Ha, bergan. u oxirgi moment bo'lgan. Oxirgisi bo'lgan-a? Uni o'tgan intervyuda ham aytganman u. Ko'p ishlar bo'lgan. Undan oldin ham lekin juda ko'p onasini ham men eslasam juda ko'p ekan. Endi ko'cha bolasi bo'lganmiz-da biz. O'sha o'zingizdan nima his qilgan o'sha dadasi o'sha nima? Batchana deganmi? Da. Batchana bermayman degan. Ichingizdan nima his o'tgan? Misol uchun men qaydan shu blogni boshladim, tashlasammikan narsa o'tganmi ichingizdan? Shu qizni uylanish uchun ijod tashlasammikan degan narsa o'tganmi ichingizdan? Endi qisman o'tgan bo'lishi mumkin, lekin baribir tashlamasdim men. O'tgan to'yda ham aytganman, men u uchun tashlamayman. Men hozirgi xotinimga ham aytganman, mana o'zi ham ko'radi. Unga ham aytganman. Ey, men mana shunaqaman kasbim. Keyinchalik afsuslanib qolman. Kunlar keladi, kinolarda qaysidir begona ayol bilan bitta divanda yotib turib, er-xotin rolini bunday qilib ijro etishim mumkin degan savolni berganman. Shunaqa narsalarga tayyor bo'lgan. U meni ishim, kasbim. Lekin blogerlik bilan sizni sizlarni bu paytda birinchi uchrashuv. Sizni blogerlik bilan sizni ijoddan o'qilayotgan bo'lsa, xafa bo'lmang, men sizga qasdan 80 tasini almashmayman. O'zimni yoqtirgan ishimdan kechib baxtli bo'larmayman degandek gap qilganman. Xotinimda ham farosati bor, Xudoga shukr. U ham to'g'ri tushungan, yaxshi qabul qiladi. Qizlar bilan o'ynasam ham endi o'zicha romantika qilib jinday bo'lmabdi deb qo'yadi-yu, lekin yaxshi. Sizlar o'ylaganingizcha yumor bo'ladi. Endi meni xotinimni qanaqa yurishini tasavvur qilavering uyda. Men doim oldida bo'lsam tasavvur qilavering. Bir pedaldan odamlardan o'zi bir Shunaqa o'qitadi bizda. Tushunasizmi? Kuladi. Shunaqa vaziyatlar bizda kuniga 8 mahal bo'ladi. Endi tasavvur qiling, dadam mendan battar. Onam vobshe pozitiv odam. Kelajakda qanday bo'lar ekanki farzandlaringiz deyman-da. Bilmayman. Tug'ilganda Tug'iladi-yu, medsestralar gap otsa kerak. O'zimga o'xshasa roziman. Xullas shunaqa. Oila zo'r. Yana bitta ma'lumot o'rnida aytib ketay, uylanish kerak. Tezdan, mana shunga savol. Ha. Hop, oldin karyera qilish kerakmi? Yoki oldin uylanib keyin birga nima qilish kerak? Vaziyat bo'lsa hech narsani kutmaslik kerak. Karyerani ham kutmaslik kerak, pulni ham kutmaslik kerak. Hozir zamon noto'g'ri bo'lib qolyapti-da. Siz mana dadangizdan so'rang, uylanib bo'bam 3-4 yil ota-onasi boqib yuravergan. Ha.
pul topmagan. Shu yerda katta uyda 20 kishi yashagan, uylangandan keyin ham 2 yil 3 yil shu uydagilarning puliga yashab, hech qanaqa ishi yo'q, yurilaverganda. Oldingi zamon gaplar vaziyatiga aytilgan bu gap to'g'rimi? Vaqtli uylan Ha. bo'lmasa degan. Mana yomon bo'lgan yo'q u. Demoqchiman, daromadni kutib yo qanaqadir o'zingizni planingizni kutib uylanishni pakap qilib turish noto'g'ri. Teng bo'ling hozirgi zamonda. Hozirgi zamonda siz uylanish bilan o'ynash bo'lmaydi. Vohroq harakat qilish kerak. Men hozir pauzadagi o'rtoqlarimga aytmoqchiman, "Ey, yalangoyoqlar. O'tiribsan uyda, bir joyga bordi ayam" deydi. Nima bo'ldi desam, "Aytmay" qo'yamdi qilib. Endi-chi desam, "Pakajim" deydi. O'ljim, bor boshqasinikiga. Tars qidir. Bir kunda 10 ta xonadonga kirayotganlar bor. Qiz yo'qligidan. Ertalabdan kechgacha band, kuniga bir zabrab kelgaz yetmayapti sovchilikka birlik odamlar. Harakat qilmasa o'shalar topilmayapti, sen yalangoyoq bir hurliqosan xayolingda keladi-da, o'zi deganda o'tiribsan. O qidirish kerak, tezroq topish kerak uni. Hozir kam qizlar. Oldingi nima baba sizda qolsa kerak. Sizda va tursa kerak. Hamma bu soatlarga qarang endi seni qolar deydi-ku. Nima misol? Oldingi sevgani deydi-ku. Baba Ha. universitetda qolib ketadi deydi-ku. Ya mana men misol xotinim ko'rib tursa ham aytaveraman, eslayman, eslab turaman. Lekin eslab, afsus yetisha olmadim degan planda emas-da. Ha. Endi sevishib yurganman ekan degan planda eslaysiz. Yo bo'lmasa o'shani ismini kimdir ishlatsa yoki bir mahallasidan uyini yonidan o'tib qolganingizda, "Voy, pidarazni qo'yasizda bo'ldi." Unaqa muhabbat demasa taqdir bizni biriga qilmadi dezdem. Unaqa bo'lmaydi. O benzimo. Ha, chunki uyingizda undan zo'r dezdemolar turgan bo'lardi. U misol uchun men o'shani ayrilig'ida yetisha olmadim deb o'zingizchalik galstukingizda bunaqa qilganingiz bilan "Assalomu alaykum" desa, xotiningiz bo'ldi. Dis bo'ldi, o'ziga kelasiz. Tushunasizmi? Xotin motivatsiya. Ha, qolib ketadi u sevgilar. Obrazlaringiz bor. Birontasi bir o'xshatib bering misrotga aytib ko'raylik. Ozginagina. Ha, işte bu. Biroz shu o'zimizni podkastimiz haqida ozgina bir gapiringchi. Hazil yumor qilib Ha. Endi importda takoy. kelaveradi-ku. Ha, yo'q, menga farqi yo'q. Bitta tilini taqib olsam bo'ldi, taqib olaylar. Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Hozir ayni damda biz siz edi? Shahriyor. Shahriyorning ofisida turibmiz. Bu yerda nazarimda arenda bo'lsa kerak. Bunaqa plyus yo'q. Biz mana bunday borishimiz suvlarni tavsiya qilmaymiz. Chunki bu gazlimi? Gazli. Nazarimda gazli. Shuning uchun sizlarga tropik o'simlikdan tayyorlangan mana bu suvni tavsiya qilamiz. Sizlar bilan Mr. Ashambek kanalida va Oversize kiyib olgan mana bu akamiz oldida ko'rishguncha beparasat. Shunaqa xullas. Yaxshilik sukroni beparasat. Qadr qilyapman ekan deyapman-da. Esdan chiqib Esdan chiqib olay ekan deb Esdan chiqib. Shunday qo'ydi desam, o bizni kamsitlayapsiz. Ha, zerikadi odam. Odam emas, odamlar, muxlislar, podpischilar zerikadi. Yangilik qilmasangiz bo'lmaydi. Keyin video ham o'zi sizga Instagramda o'zi aytadi, bo'ldi deydi. Chunki siz o'ylaganda qotmay qoladi videolaringiz. Ha, bo'ldi endi, sekin boshqaga o't deydi. Shunaqa. Hozir bizda aslında bir kishilik narsalar yaxshi ketyapti. Misol, bitta o'zim 5-6 kishini o'xshatishlar yoki bitta o'zim jag'im tinmasdan gapirishlar, shunaqalar yaxshi ketyapti. Sherikali narsam uchmay qolgan. O'shaning uchun bundan zerikincha hozircha shundanmiz. Mashina ko'p, bu bitta ketaveramiz, Matiz Spark va Nimada target yoqqanmi sizlarga? yo'q. Hammasi targetmi? Yo'q. Nima gapiradi? Target, GIF, nakrutka u yo'q, meni oldimda professional bo'lganda, Islom professional oldimda bo'lgan. Men GIFga qatnashmoqchi bo'lganman. GIF. Ha, nakrutka urish planlarim bo'lgan. Kim bu meni ogohlantirgan u noto'g'ri narsalarga. Biz mana blog biznesmenlar target yoqadi-ku. Mana bundayroq tushuntirganda sodda qilib biz jonli targetmiz biz. Organik qilingizga target yoqmaysizmi videolarga? Yo'q, qanday bo'lmaydi bu. Jumla axbatsinasiz. Обязательно. Mana hozir endi axvatim tushib ketdi, 11 millionmi shunaqa qoldi. Biz axvatimiz doimiy mana 20, 18, 17 bo'lib yuradi. U biz jonli mana target yoqish uchun 2 millionlik target yoqasiz, 2 millionga biz chaqiradi qolganlar. Tushunasizmi? Biz jonli targetmiz. U target yoqsangiz keyin Instagram o'rganadi unga. Keyin doim rasm qilib yurishingiz kerak. Targetga muhtojligimiz yo'q. Bo'lsa ham qilmayman menimcha. Bu tushunmalar haqida ham gaplashaylik. Hmm. Bormi o'zi? Ha, Menimcha bo'lsa kerak. Bor. ismini aytsangiz O'zingiz tanigan, tanimagan. Endi ismini Sen tushunamsan desmi kameraga qarab? yo'q, men ismini realniy bilganimda aytaverardim, hech kimdan qo'rqmayman.
Endi o'sha dushmanlar negativda, to'g'rimi? Ha men bunaqa juda hali seryozni bir kun emas, bir kun buni o'ldiraman degan dushmanim yo'q. Dushmanlar bo'lishi mumkin, hasad ko'proq menda hasad ko'p qiladi. Endi bilmayman, hasad qilayotgan nimam yo'q, o'zi dalasida yuraman. Просто bitta yutug'im xalq taniydi. Jentra nimamidi? Suyuk islomniki-ku. Ha. Suyukli rohman. Ha. Boshqa meni maqtanadigan narsam uyim ham javobsizki menikidan yaxshi. Uyim ham oddiy uy, oddiy oila. Bilmayman nimaga hasad qiladi. Chunki ko'p joylarda men undan ko'ra suyukliroq bo'lib chiqib ketib qolaman-da ko'pchilik orasidan. Ha, masalan, blogerlarga kirdik. 5-6 ta bloger turibmiz. Reklama beradigan odam endi nima desam bo'ladi? Mana shu siz bilan bizni bir oyga band qilib qo'yishga bunday qilib qurbiyat etayotgan darajada puli ko'p. Shunaqa darajada puli ko'p odam. Ularni kuldirish ham problemada. Puli ko'p odam kulmaydi uncha joyga. Ana shunaqa odam 5-6 joy turibmiz, ras kirdim. 2 minut vaqt sarfladim, bo'ldi. O'sha odam faqat menga qarab turadigan bo'lib qoldi. G'iybat shiriya. Erta bunaqa suhbat ketyapti. Yomon ekan, uni tenta katta topdilar, mana shuna ketyapti. Erta qolgan blogerlar turibdi. San. Nima qilsak bo'ladi? Takoy o'zidan bir narsani yoqib olgan, ha, ideya tak. Yumor qilib olsaymikan yoki unga eshitkizib eng qizig'i. Xo'jayin bilish kerak uni, temp kuchli deb o'ylash kerak-da. Yoki bir obzor qilsak bo'ladi, qanaqa qilsak bo'ladi, tak. O'ylash kerak-da, oddiy narsa bo'lib qolmasligi kerak-da, bu yotibdi aytdi. Unga eshitkizib. Men aytdi, endi bo'zimni shevamda shaqillatyapman. Ha. Onasini ham birga bo'lib kamerani yoqing, bo'ldi, men gaplashaveraman deyapman. Sen gapingizni taklab oling, sen taklab oldim boshqa deb tashlayapman. Desam, siz kamerangizni zo'r ushlab bering bo'ldi, meni quvib yuring bo'ldi deyapman-da, atrofida aylanib bir anaqa qilyapman-da vobshe. U oxirida keyin hammasi kelib turib o'zi uchun video so'rayapti mendan. Tushib bering bo'lib ketyapti. O'sha momentlarda uni 5-4 ta blogerni hasad qilishiga sabab bo'lib qoladi deb o'ylayman. Chunki menda hayajon deyarli yo'q, suron o'ta kam. Bali boylarning oldida qaltiramayman, paxtaga harakat qilmayman, bilmayman, shunaqa yaralganman. Shunga qo'shib gapni bo'ldi. Hayajonni? Shu bo'ladi-ku, ba'zilarda obrazga kirganda bo'lsa, ideya yig'maydi, ideya qilgan ideyasi ham gapi kelmaydi. Qaraganda qotib qaltirab qoladi, yo'sa ideyaga ham gapi tutilib qoladi o'rtada. Qanday maslahat beradi shunaqa endi yangi yurtganlar hali ham bor-da. Ancha auditoriyasi bo'lsa ham, baribir shu narsa bo'ladi. Varaqqa yozib oladi gapini. Oynaga qarab ko'proq ishlash kerak deb o'ylayman. Chunki yoshligimda haligi Xoliq Vaynisni o'g'irlab ol demaylar, bu o'zimning gapim bu. Xoliq ham bir shunaqa deb chiqqanda Xoliq Vayn oynaga qarab turib bunaqa qilardim. Haligi eng qizig'i uni katta bo'lsam bloger bo'laman yoki shuni videoga olaman deb emas. Prosta bilmayman nimaga qilardim. Oynaga qarab turib, adam muzika. Men bitta xatoyim, men shularni olib kelib bunaqa savol bilmaganman-da. Meni kompyuterimda bor. Kompyuterim shunaqa malakasiz bo'lganman, kichkina. Notebookni ochib qo'yib, muzikani qo'yib qo'yib turib bir narsalar qilganman-da aytda. Eng qizig'i o'xshaganda ular. Tushunyapsizmi? O'shanaqa darajada oynaga qarab ishlash kerak, boshqa qilish kerak. Keyin iltimos sizlardan yangi chiqayotgan blogerlar talant bo'lmasa, yo ko'p pul bo'lmasa, pishirib qo'yibdimi, Instagramda kirmanglar, shunga mazza qilib yashanglar. Talant yo'q, yo bo'lmasam puli ham yo'qlar chiqib olib turib, haligi azoblar, men qarshiligim yo'q. Menga hayotda bu raqobatchi, men hech kim raqobatchi demayman. Chiqib oladi-da, haligi sharmanda qiladi menga o'zini o'zi. Ota-onasi keyin ota-onasi gapirsa arzulardi. Juda bachkanalik kontentlar qo'yapti hozir. Juda bachkanalikdan ham haligi gapirishni bilmaydi-da daji. O'zi ilohiy beriladi, hurmatli yosh blogerlar. Bu narsa ilohiy, Xudo tomonidan beriladi. Sen obraziga kirib turib bor degan gap bormi siz blogerlarda? Qani 1 2 3 bor degan paytda shu bordan keyin seni jining chiqib ketish kerak ichingdan. Ichingdan shu jining chiqib ketib, senga misol mono bilan o'xshatib ko'rsang, mana shu bolaning jini ichingga kirishi kerak. Shunaqa qobiliyat bo'ladi o'zi talantli insonlarda. Endi men o'zimni qo'shmay, talanti bor insonlar deyk mana. O'sha odamni shuni jini ichiga kiradi, o'sha odam bo'lib oladi. Keyin unga ayrim paytlarda zo'r chiqdi degandan keyin ham shundan chiqarmayotgan vaziyatlar bo'lib qoladi. Bu zo'r chiqdi desa, вообще дворasi. Nima bir klip edi, Mr. Otabek ovozida. O'zim jussada shunday qolib ketib qoladi. O'shanaqani his qilsanglar, keyin bossalang bo'ladi. Rezultat ham o'shanda bo'ladi. Bo'lmasa yuraverasizlar masxara bo'lib, bir din topolmay, ertadan keyin birovning uyiga borsang ham ana nima deydi. O'sha hozir ko'pchilik yangi chiqayotgan blogerlar va boshqalar ham imini o'zini yo'nalish yo'q-da, o'z zamonida. Yo'nalish tanlashda qiyinchilik bo'ladi. Qayerda o'z yo'nalishingizni tanlashingizda
boshqalarga qanday tavsiya bera olasiz yo'nalishni tanlash bo'yicha? Hayotda yaxshiroq eplaydigan narsalarni tanlash kerak. O'zi hayotda qilib yurgan ishini ya'ni. Qilib yurgan emas, yaxshi eplalaydigan ish. Eplalaydigan, qo'ldan keladigan Ha, ishni. misol nimaga buni islom yumorist emas yoki men nimaga yuratlay olmayman? Chunki hayotda u sportni zo'r uddalaydi, men hayotda yumorni yaxshi uddalayman. Endi siz bilan biz mana 2-3 marta telefonda gaplashdik. Endi hayotda birinchi, ikkinchi marta ko'rishib turgan bo'lsak, siz meni hali bilmaysizlar. Instagramdan 2x qiziqroqman men. Hayotda. Hayotda 2x ga qiziqroqman. Даже men misol uchun meni qobiliyatli bola deb hisoblaydigan bo'lsak, men hali o'zimni borligimcha olib chiqa olmayapman Instagramga. Hayotda qiziqroqman-da undan. Men agar o'shani hayotda qanaqaligimni to'liq Instagramga olib chiqib ketsam, u katta natijalar bo'lib ketadi debdi. Oson emas. Hayotda zo'r gapga usta bo'lganidan kamera oldida bor deb qo'ysa, deb turib ashuna qo'yib qolasiz. Uni boricha chiqarib kirgizib olish oson emas uni ichiga. Men hali eplalganim yo'q buni. Hayotda qo'rqadigan narsangiz bormi? Ha, bor. Hayotda bor. Shu hayotda qo'rqadi degan gapingiz ichida kelib bo'ldi o'sha narsa. Men xato qolgan narsam. Ha, bo'la o'sha narsa o'qmayman. Nimada? Misol endi qanaqadir narsadan yoki kimdandirdan emas. Tushundim siz? Ahvol tushib ketishdan nima? Tushundim siz? Instagramim yo'q, ichidan blogimdan o'qmayman man. Chunki endi Xudo balansni ushlaydi, baribir och qoldirmaydi meni. Endi mana bunaqa narsa borda, daromad qilyapmiz men Instagramdan. Endi ozmi, ko'pmi? Undan tashqari bizneslarimiz bor, ishimiz ko'p. O'shanga yarasha pulimiz ham ko'p. Mana yana bitta hech kim blogga tan olmaydigan narsani aytay. Hozir hayotimdagi hamma pul 1 million. Tushunasizmi? So'm, 1 million so'm pulim bor hozir. Kunlikmi? Meni o'pshi pulim u. Pulim 1 million. Tugasa pulim qolmaydi men. Ha. Tushunyapsizmi? Men hozir misol uchun hozir ayam telefon qilib turib 500 minglik produkt aytsa, 500 ming sarflasam, ertaga xotinimning o'qishida muammo bo'lsa 500 ming yuborsam, bo'ldi, meni pulim qolmaydi. Men hayotimda 1 million pul bor. Uni deyarli hech qaysi blogga tan olmaydi. Bormi? Bor, yo'qmi? Yo'q. Menda yo'q hozir. Endi o'tgan oy 0 bo'lganman. Даже minusda chiqqanman. Ko'payib ketgan reklama. Ha, undan oldingi oy 4,5 ming dollar topganman. Bir oylik daromadim 4,50 milliondan oshiqroq pul topganman. Ha, endi mana buni oy boshlandi. Hozirgi paytda yaxshi ketyapti, yomon emas. Hozir ham o'sha ikkita uchta ishlarimiz bor, shu reklamalarimiz bor. Hammasi yaxshi. Bizda shunaqa narsa, uni hech qaysi blogga tan olmaydi-da. O'zi savolga qaytsak, nima dedingiz o'zi? Qo'rqadigan narsa. Hayot. Pul tugib qolmasa o'zi qo'yadi. Pulni sevasan. Ha, hayot endi jinday anaqa beraverasizlar. Nay, anaqa. Ha, o'zi gapni boshim shunaqa ketdi. Men oila deganda dadam bilan ayamga ularga o'zi hech narsa kerak emas aslida. Men jonim sog' bo'lsa bo'ldi, buni bilaman. Otam, onamga o'zim o'ylagandaqa sharoitda yoki o'zim o'ylagandaqa xursand qiladigan emotsiyali narsalarni ulashishga ulgurmasimdan ular ketib qolmas kerak. Plan bo'yicha. Meni hayotiy rejam bo'yicha men dadamga deb yaxshi inamarka mashina olib kelib, yo mana ikkovlaringga deb turib hajga bir chiroyli bir tarzda bir bilet berib yoki bir yaxshi joylarda dam oldirgani bir sayohatlarga olib chiqib, shunaqa narsa qilmasimdan o'lib qolishga haqqi yo'q ular. Men o'shandan qo'rqaman. Hali keyin qiziqmasda menga. Chunki men hali uydagilarimga baq etkazadigan sovg'a qila olmaganman hech narsa. Men tabassum ulashaman. Mensiz zerikib qoladi. Boshqa bo'ladi-yu. Lekin yosh hali, baquvvat, Xudo xolasa umri uzoq bo'lsin. Lekin o'sha vaqtgacha men ota-onamni yo'qotib qo'ymasligim kerak. Buning uchun ulgurishim kerak. Tezroq bo'lish kerak bu narsa. O'sha narsa eng qo'rqqan narsam shu. Ish qilib o'lib qolmasin, men ulgurib qolay. Rozi qilib qolay. Endi ularni qarzini avval o'zi bo'lmaydi. Hech bo'lmasa sal bo'lsa ham anaqa qilib qo'yishim kerak. Boshqa qo'rqayotgan narsam yo'q. Любой kelsin, любой narsamdan mahrum bo'lay, farqi yo'q menga. Nima deb o'ylaysiz? Hozirgi kunda yaxshi pul topib, yaxshi inson, yaxshi yashash uchun diplom kerakmi? Diplom kerak. Diplomingiz bormi o'zi? O'qimagansiz shu sohada. Ya, kollejda o'qiganman. Institutda o'qimaganman. Oliy ma'lumotli emasman.
hozirgi chiqayotgan qarorlar, qonunlar, deylik, bo'layotgan ishlardan kelib chiqib, Ha. Misol keltirib aytib Hmm. o'tdik. yo misol keltiribmi? Misol O'zi ham aybdor qilib qo'ydi. Shafqat bermaydi. Siyosatga rasalashyapmiz, o'zi ham kirgan. Ha. Misol ko'pchilik ko'chib ketaman degan fikr bilan yuribdi-da. Ha. Men o'zimni tanishlarim Chet elga, boshqa. chet elga, boshqa yerga ko'chib ketamiz degan. Sizda ham bo'lganmi? Yo'q. Men haligi Naplandda ham qayt haligi bitta erkakka 50 ta qiz to'g'ri keladigan mamlakat bor. Ha. O'sha yerda borib bittasiga uylanganingizga necha milliondan pul bor. Rostmikan? Rost. So'z chiqqanman. Qiziqqan ekan. Ya tepada Xudo ko'rib turibdi. Men bormayman. Shunday bo'lsa ham. Eng fulma Shveysariyani tog'larida chuqur nafas olsangiz, kislorod ko'pligidan burningizni achib ketar ekan. Havo tozaligidan. Men xohlamayman, oilam bilan ketishni ham xohlamayman. Nimaga? Men sevaman mamlakatimni. Paxta emas, boshqa emas. Men даже Toshkentda yursam, qishlog'imni sog'inib qolaman. O'rtada 2 marta kelib ketdim. Xotinimning oldiga deb o'ylash mumkin. Unaqa emas. Men qishlog'imga, do'stlarimning yoniga kelib ketdim. Biz o'rganganmiz. To'xtang, kamera o'zidan boshqa qilib gaplashib ketgan ular. Ha? Kamera o'zidan Qanday ketmaysan, tiqib taqizib yer. Mana shunaqa. o'chirib turib yomon gapirib Ha, yuboradi. yillikda pul mana shu yo'q. Qo'yamiz uni. Bu sevish kerak vatanni. Anasini ham. Mazza-ku. Mazza-ku. Hamma yo'q bor. Xohlagan ishingni qilasan. Anasini ham. Zo'r. Cheklangan narsalar ham zo'r. Misol uchun qora dori mumkin emas. Da mamlakatimizda. Bu zo'r. Qurol mumkin emas. Boshqa joyda dokument bilan qurol yuraveradi. Bu degani birov sizga bir narsa qiladi, otish huquqi bor-da endi o'zini himoya. Bizda yo'q, bizda zo'r o'sha. Bu degani hech kim o'qdan o'lmaydi bizda. Hech kim haligi ko'rasiz, ko'rganmiz Instagramda haligi Stalbant edam deb turadi-yu. Akalar. Endi mahalla bor, kirsangiz bittasi pashshalatalayapti, unaqa yo'q bizda. Bizda bo'mishlar ham akkuratni kerak bo'lsa. To'g'risida, bo'mishlar ham krasavchik bo'lib yuradi ko'chada. Aka, sadaqa qilib yuboring deydi, mendan kurtoy turadi. Bo'mishlar. Brat almashib qoldik degilar deb ketadi. Toshkentda qaysidir anaqa yo'lda turishadi deb adashmasam. Magicga ketishdan Birov tavani yo'llarda turadi shunaqalar. Ha, yo misol bo'mishlar ham ko'rsangiz, haligi eski bo'lsa ham issiq, shu bo'tik, issiq nimalar 25 ming keladi bizda bo'tik. O'shani yo'q, qopda olib akilashgan teri, qolgan qatiqlar yurib kaytda. Telefoningiz gapirganda sizda qaysi aybingizdan shikoyat qilgan bo'lardi? Tilini uzib olardi menga. Nima deyapti? Hamma sirlar ochib. Endi Qaysi aybingizdan? qaysi aybingiz aytgan bo'lar shu shikoyat qilgan bo'lar siz uchun. Hamma bilib bo'ldi-yu. Bo'ydoqlikdagi holatlarni hamma biladi. O'shani gapirsa kerak bu pidaras. Uylanganman aka, lekin men hech kimga xotinimga bir lahza ham xiyonat qilmaganman. Cho'chimayman uylangandan keyin bag'iga. Endi mesela biz qisman yulduz charoqmizda, baribir bizga qizlar yozishi, boshqa qilishi bir tabiiy hol. Endi ularga bo'lishi mumkin. Atvet bergan bo'lsam ham chiroyli atvet berilgan bo'ldi. Takansi sevishib ketilmagan. Bor, lekin qizlar yozadi, boshqa qilib bu hammada bo'lsa kerak, hamma blogerda bo'lsa kerak. Aka bor deb turadi. Aka bor dedi. Yo'q, dadangiz bor. Siz o'ylagan bo'la emasman deyiladi. Mana shunaqa. Yo lekin qolgani cho'tki. O'sha bo'ydoqlikdagi hamma qilgan ishdan uyalaman lekin. Qanday qilmaysan uni? Zamon rivojlangan. Detskiy savol beraman. Bering. Bitta super qobiliyat berilsa, qaysi qobiliyat tanlarsiz? Variant bor? Endi o'z variantlaringizda. O'tgan intervyuda ko'rimiz bo'lib qolgan. Endi biz iminni ko'rinmas demaylik. Sizga bu savol yoqmadi bildim. Qandaydir intervyuda. Shuning uchun imin uchun savol emas, o'zingiz tanish qobiliyat. Qaysi biri bo'lsa. Qaysi qobiliyat bo'lishni istaysiz? Yoshlar istaydi-yu ko'pchilik. Buni qo'ygan deydi. Shuning uchun men o'zim ko'rinmas bo'lganimda degan nima bo'lgan. Nima qilishingizni ham bilaman. Ibratli odam bo'lvormaysiz, o'tirishingizdan ko'rinmas. Qaysi nima qobiliyat qilgan bo'lardingiz? Endi men yumoristlik bor o'zingizda. Ha. Qobiliyating kattasi shu. Ha. Super kuch deyilyapti. Super kuch. Endi tez yugursam yaxshi bo'larmidi? Qanday flashmi nima? Endi mesela kino ko'p ko'rganmiz. Kino ko'p ko'rgan odam yumorist bo'ladi o'zi aslida. O'shanga mazza qilganman.
Hech qanaqa kuchtalab qorin to'q bo'lsa bo'ldi, yuguraveradi. Ha. Mana shunaqa. Endi lekin men o'zimni xarakterimdan kelib chiqaman, juda yomon odam bo'lmasdim shunaqa bo'lsa ham. Salbiy qahramon bo'lmasdim. Yordam qilsam kerak, nima ham qilaman boshqa? Kinolarda o'ynayman deb. Agar o'ylasangiz qaysi obrazda, yumoristik yo'nalishlarda maqtasizmi yoki boshqa jiddiy rolda ham o'ynayverasizmi? Yo, men ta'sirlida ko'proq eplasam kerak. Yordam. Ha, endi yumoristlikda ham yetib boraman, endi chunki Oskarga loyiq narsa hech qachon yumorda bo'lmaydi. Jiddiylik. Jiddiylik bo'ladi. Oskarga loyiq yoki zo'r odamni jimlatgan kino komik narsada bo'lmaydi-da. Lekin men boshqacha narsalar tasavvur qilib tashlayman. Katta ijod. Mashina bilan uydan tashqari endi olgan bo'lsangiz nima? Hı? Eng katta xaridingiz. Mashina bilan uydan Uydan tashqari. tashqari misol. Kimdir soatga qiziqadi, kimdir Hı. qimmatroq kiyimga. Yo telefon, yo boshqa narsa. Hı. Eng qimmatga nima olgansiz? Yo'q, bilmayman. Telefon bo'lsa kerak-da endi. $1000 olganman. O'sha paytda hozir bular vaqti unaqa emas. O'sha paytda $1000 olganman. Chista pechana teragan, mahincha sudna qo'yganman, tap etib. Undan tashqari endi 5-6 million, 7-8 millionlik narsalar endi qimmatga kirmayapti-da hozir. $970 olgan. O'sha Maraz bilarkanmi? $30 oldim shuni ham bilmay. Shunaqa. Boshqa qimmat narsa olmaganman. Bo'lib olingan bo'lsa ham. Shunaqa gap. Sizning hayotiy shioringiz nima? Shu shahri. Yana o'sha eski siqashib ketgan temada o'sha kibrlanmaslik kerak degan narsani bilaman. Kibrlanmaslik, Ha. hayot shioringiz. Ha. Ishaning 1 minut topib qo'yadi-da. Xudo. Aytyapman, balansiga yomon ishonaman-da. Shu ancha kibrlanib bo'lmaslik kerak. Bu kasb kibrlanishga majbur qilib qo'yadi-da. Tushunyapsizmi? Yo'q, rasmiy shu ekansiz o'zi. Yo'q. Hali hamma nazariga tushish. Tushunyapsizmi? Boshqa narsalar kibrlanishga majbur qilib qo'yadi. Men ko'chib yana chavanisi o'zi eshitadi shuni. Eshitadi. Aytganingizmi sizga o'sha turib Bir-birimizga kibrlanamiz, uchalamiz. Eshitdingmi? Islom tanisa 1-0 deydi. Men tanisa kunda musobaqa ketadi. 5 ta bo'ldi. Shunaqa bo'lib ketadi. O'zimizga o'zimiz qilamiz, shu odamlarga qilmaymiz. Maqsad aka jamoaga qo'shilishi qanday bo'ldi? Mendan oldin qo'shilgan bu. Siz oldin bo'lgan. Aka Islom aka video olishgan. Ikkalasi birga ishlagan, birga o'qigan Farg'onada, ular oliy ma'lumotli. Bitta sportda yurgan, boshqa. Men bu sportga keyin kirib kelganman. Bular ungacha jamoa bo'lib shu YouTube'dagi, Instagram'dagi hamma videolarda operator Max bo'lgan. Islom bilan birga ijod qilib birga ijod emas, akrobatikaga birga kirganmiz. Men o'zi buni deylik ustoziman vaqtinchalik. Keyin shu aytdim-ku, kambag'al bo'lganmiz. O'sha sabab men ishlashimga to'g'ri kelgan. Mardikor bozoridan boshlangan, ag'i ketgan. Islom sportda tarbiyalangan. Shu joyga kambag'al degan o'zi qo'yib yuboramiz. Bunday gapirganlarimni sekinlashtirib yuboring keyin. Mana shunaqa bo'lgan. Maktabda lider bo'lganman dedingiz. Bo'lganman. Laqabingiz ham bo'lgan? Yo'q. Achonni o'z uydagilarim chaqiradi meni erkaklar. Hozir ham shunaqa deydi. Shundan chiqqan achon. Lekin meni hech kim haligi misol Baron demagan hech kim. Sadaqat asad bo'lganman. Masxara ham qilishmagan. Yo'q, bo'lmagan masxara. Laqabim bo'lmagan deb o'ylayman, yana bilmadim. Balki menga aytmagandir. Shunaqa. Eng katta dars kimdan olgansiz hayot bo'yicha? Endi misol motivatsiya hayotda qanaqa u akamdan olganman. Ota-onamdan faqat tarbiyani olganman. Ota-ona faqat tarbiya beradi-da. Ko'chaga chiqib turib, qara ulim, qimorga kiryapsanmi? Hech qachon kartangni ko'rsatib qo'ymaydi, dil tarbiya bermaydi-ku. Unaqa tarbiyani akam bergan menga. Bunday qilsang, bunaqa qilsang teriladi senga kartada, akam o'rgatgan, u temani. Endi misol hayotda bitta esda qoladigan bir darsda bitta inson o'zi bilmagan holatda o'rgatgan. Endi men uni aytilmayman ismini. 4 ta qizi bo'lgan, 5 ta qizi bo'lgan akani. 5 ta qizi bo'lganda 6-chisiga opa homilador bo'lgan. Keyin nimaga borgan? Bansaga borganda 4 marta, 5 marta professional uzillarga tushirgan. Qiz degan, urush janjal, xotinni urib tudim bo'lgan. O'l tug'maysan degan narsalar bo'lgan. Haligini abort qilib yoki oldirib tashlaganda o'g'il bo'lganda. Tushunyapsizmi? U aka 6 oyda sochiga oq tushib ketgan. Men o'sha yerda ishni bilganman, o'zim uchun dars olganman. Haligacha mana xotinim eshitib turibdi. Haligacha endi hozir biz ham endi ko'payish arafasidamiz. Biz aytaman, bordingmi o'zigacha bu so'raman. Doktorga ham tushishdan oldin aytib qo'y, jinsini aytmang menga degan. Ha, u o'zingni o'zing tayyorlama unga deyman-da. Surpriz bo'lsin.
Qiz bo'lsa ham, o'g'il bo'lsa ham farqi yo'q. O'sha yerda o'ylaganman, hozirgi texnikalar u emas u. Ishonib bo'lmaydi bari. Eng katta olgan darsi shu bo'lsa, eng katta bergan darslar Ibolanda maza tortganingiz. Dars berib qo'yganman hamma, tortganman. Qattiq dars bergansiz. U qadimda otda turib damas otgan ekansiz siz. Men juda havas qilayotgan bola bo'lmaganman-da. Xudo yaqinda o'zi ko'p bo'lmadi menga insof, iymon berganiga. Tavbadamiz o'lmasam bir gap bo'lar xudo xohlasa. Shu biz kuzatgan obunachilarimizga blogerlik sohasi, ayni qaysi sohada bo'lsa ham shunday gap aytingki, haligilarni yuragini yorib ketadigan bir gap ayting. Biz ko'rib turganlarga. Endi nima deyman? Yaxshi odam bo'lish kerak, bo'ldi tamom. Yaxshi odam. Eng asosiysi yaxshi odam bo'lish kerak. Biz sportsmen bo'lsak, biz shogirdlarimizga ham daj aytamiz. Yaxshi odam bo'lish kerak. Sen chempion bo'lsang ham suvda suzadi endi ular. Ikkita gribokda sen finishga borayotgan darajada bo'lsang ham, u ag'i Xudo hal qiladi. Yomon bo'lsang baribir olib qo'yadi-da. O'sha yaxshi odam bo'lish kerak. Eng qizig'i hamma o'ladi-ku. Hammamiz o'lamiz-ku. Itam eslamaydi. Shaning Mettimi o'lsa ham 2-3 yil. Farhod Murnoqovning eslamayapti endi, bu tugadi uni ham davri. Shuncha yaxshi odam bo'linglar bo'ldi. Keyin o'sha siqashib ketgan tema, kibrga berilmaylar, onasini bilsin. Xudo shunaqa beradi, yaxshi bo'lib ketadi. Endi men juda unaqa aqlli gap gapirib oxirida bunaqa qilmadim. Qila olmadim ham deb tanib qo'yaveray. Lekin men shuni o'rganganim uchun hayotda faqat shuni tavsiya qilaman, yaxshi odam bo'linglar. Keyin ota-onani qadriga yetish kerak vaqtida. Endi umri uzoq bo'lsin-u, jinday shugani ham bo'lib qolyapman-da men shu oxirgi oylarda. Ota-onam sog'lom, baquvvat, dadam haligacha saltalab o'tadi. Lekin baribir shugani bosishni boshladi meni. Ulgurib qo'ylar, maslahat. Ulgurish kerak. Keyin u ichingizga tushmaydi boyligingiz. Shuning uchun ulgurib qolish kerak. O'zimdan o'tganini o'zim bilyapman-da. Qandaydir ko'nglim to'g'ri astag'fir, ko'nglim g'ashmas-u, qandaydir g'alatiman. Shuning uchun ulgurib qolish kerak. Shu muxlislarimiz yaxshi ko'ramiz hammasini. Xudo xolasa. Avvalambor o'sha podkastimizga kelganingizdan xursandmiz. Rahmat, xudo xolasa. Meni ismga qolmasdan kelganingizdan juda ham xursandmiz. Bizni ham ilk podkastimiz kamchiliklar bo'lgan bo'lishi mumkin. Oldindan uzr so'raymiz. Asadbek akamizga ham kelganlari uchun kattakon rahmat aytamiz. Xudo xolasa yanagi boshqa podkastlarimiz ham bundan-da yaxshi, bundan-da qiziq bo'ladi. Xudo sizlarga yoqimli darajada olishga harakat qilamiz. To'g'rimi Asadbek? Zo'r. Ketishlaring juda zo'r. Savollar, o'zini yo'qotmaslik. Endi birinchi podkast uchun haligi yaxshidan ham yaxshiroq, zo'rroq. Ko'rding intervyu o'tirdi. Baribir yurak o'zida yo'q odam 100 marta ko'rib, 100 marta repetitsiya qilsa ham unaqa payt parod qilaveradi-da. Keyin sizni ham ancha anaqa hissingiz bor deb o'ylaymiz-da. Misol gaplashdik. Men gaplashmadim, bu yoq 2-3 marta sizlar telefonlashdi, boshqa qildi. Birinchi gaplashganingizda men oldida emasdim, o'ziga gaplashgandim. Qolgan ikkitasida men oldida edim. Birortasida jiddiy turib eshitganim yo'q gapingizni. Faqat kulgi bo'laydi. Kulib yashaylik, onasini ham seni. Nima qilasiz? Demak, kelgan taqdirda ham misol uchun yaxshi bo'ladi, zerikmaymiz deyman. To'satdan kelib turib o'tirganingizda ularga tanimasa to'satdan gapiraversa g'alati bo'ladi-da. Men ko'rdim, telefon bitta oldim. Ha bor deysiz. Yo'q, men gapiryapman. Beka, sen bor deysiz. Yo'q, o'tadi. Biz sraz anaqa ko'ramiz. Qotdi ekanmiz keyin. Akadim, yaxshi ekan dedim. Kibr yo'q ekan. O'shada kibr bo'ychadim. Asadbek ekan, nima yo'q. Yo'q. Biz hamisha sizlar bilan birgamiz. Xudo xolasa 1 millionda bo'lgan paytim ham chaqirsalang kelaman. O'shanda ham mashinadan jindiy o'zgarsam, haligi botqoqqa botishga tayyorman, roziman. Xudo xolasa unaqa bo'lmaydi. Biz Asadbek aka, ya'ni o'z meni Instagram siz xola sizni ahli nimalarni ko'radi. Endi bizlar ham xudo xolasa yangi katta kengaytiryapmiz maksimal. Xudo Chechen Shoh Instagram akkaunt nimalariga men obunachilar, men ham yumoristlik yo'nalish hali aniq belgilaganim yo'q. Menda ham yo'q hali, boshlaylik. Ya'ni yumoristlik ham bor, ibrat ham yo'q bo'ladi. Boshlik nimasi? Obunachilarim ham shu ozgina fikr bildirsangiz. Kontent menga obuna bo'lganlar, nimaga obuna bo'lganlar sizlar bilmayman-u, meni qiziq bo'lsam kerak. Lekin bu bola ham ijod qilyaptimi? Nima deydi? Bir narsa olsa bo'ladigan narsalari bor. Chunki men hali zo'r tanish bo'lmagan taqdirimda ham baribir ekstrasentlik qobiliyatimiz jinday bo'lsa ham bor kasbimizga monand. O'shaning uchun men o'sha his qilyapman, yaxshi narsa chiqadi. Mehnat qilish kerak, mehnat qilsangiz chiqadi. Obuna bo'lib qo'yinglar, misol
bosib yotibsizda Krishtianuga ham siz taniydi mu misol uchun. Krishtianu spam yedi o'zi Ha, akkauntni. o'zbekka bosinglar подписка qilish kerak. Zo'r bo'ladi xudo xolasa. Mendan qiziqligi aniq, chunki men faqat kuldiraman. Bu boshqa narsalarni ham qilar ekanman. Bu to'porlikni qara. Bu shunaqa gaplar xullas. Omad tilayman sizlarga ham, operator akalarimizga ham. Addushi rahmat. Hayot media. Zo'r, ana turtinda uch maqtovdim. Ko'stayadi deydi. Zo'r omadinglarni bersin. Xudo xolasa katta aktyorlarni ham o'tirib olib videoga olishni nasib qilsin sizlarga ham. Keyingi safar men ham ko'proq gapiraman. Ijodga baraka. Yo, men mana pozaga o'tib qoldim. Bilimni mana shu qatib qoldi. Monalizaga. Orada men sizni orada menga qarayapti, o'rganolmayapti. Ha. Men kutyapman, gapirdi, to'xtayapti. O'zi bildim qanday qo'yasiz. Ha, Gapir, o'tirolmay gapir. uzilib qolgan, uzilib qolmasin, ko'p gapirdim. Qarayapman, to'xtamay qarasam, men hali bu qolmasin, zerikar bo'lmas gapirdim. Ya yaxshi, hammasi. Ikkovlaring ham zo'r. Mehr oqibatlarga ko'z tegmasin. Xudo xolasa, lekin o'rtadan bitta narsa o'tsa ishga. Ikkovlaringda ham motivatsiyalar bo'lib ketadi. 2 oy pulsiz yuruvdim, 2 oydan beri islom bizni boqyapti. Tan olish kerak. Ozuqa, men xotinimni yo'lkirasigacha islom beryapti. Bunaqa do'stlik bo'lmagan. Shunaqa bitta odamga hech bo'lmasa ikkita zo'r do'st kerak. Shunaqa orttirmaguncha birlaringki bo'lmaydi. Shunaqa oqibat tilayman sizlarga ham. Rahmat. Tinch bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi Sizlarga yaxshi kunlarga ko'raman. boshlaylik.